Anchadan keyin ko'rishdik-ku. O'shanda gaplashgan vaqtimizda bitta gapingiz rosa esimda qolib ketganda, biz oxirgi marta ko'rishgan vaqtimizda ikkalamiz ham muvaffaqiyatlilar qatorida emas edik degan narsa aytdik. Endi muvaffaqiyatlilar qatoridamiz. Qaysidir ma'noda. И вот bu yoqda menga qiziq bo'lgan narsa, sizdagi mashhurlik darajasi keskin oshib ketdi. Men endi tanigan vaqtimda o'sha Poxer TV bo'lardi, Internationalda bo'lardingiz. Hozirgi vaqtda o'sha yoshlarni ilhomlantiruvchisi va menimcha eng katta auditoriya mana shu 20-25 yoshgacha bo'lgan juda katta auditoriya orasida ancha taniqlisiz, faces. Bu hayot tarzi bilan avvalgi hayot tarzi orasidagi farq qanaqa? Boyagi mavzu asosida yursak. Yo'q, unaqa mashhur odam emasman, bu aniq. Mashhur odam so'zi bu boshqa disiplinalarga aloqador menimcha. Umuman blogerlar orasida ham agar ijtimoiy mavzuni olib chiqadigan bloger bo'lsa, u mashhur odam deb qaralish kerak emas-da. Mana deylik, Varlamov olamiz-da. Uni videolari ko'p ko'riladi, faol, demak, fuqarolik pozitsiyasi bor. Lekin u mashhur odam, ya'ni yulduz deb uni aytish kerak emas. To'g'ri, mashhur deganim odamlar biladi. Lekin u yulduz emas. Varlamov oddiy odam, oddiy hayot kechiradi. Men ham shu kategoriyadagi odamman-da. Endi fikrimni yetkazish uchun odamlargacha ham yetib borishim kerak. Ya'ni millionlab odamlarga yetib borishim kerak. Yulduzlik bilan nima farqi bor bu narsaning? Yulduzlik bu umuman boshqa, bu kasb, bu alohida kasb. Ya'ni yulduz bo'lganingizda siz o'zingizni qayerdadir bo'lishingizni chegaralashingiz kerak. Ya'ni sizda inflyatsiya bor. Qancha ko'p chiqsangiz, shuncha siz qadrsizlanasiz. O'shaning uchun ham siz kam bo'lishingiz kerak. Shu hisobdan ham Brad Pitt va shunga o'xshagan Ryan Gosling, Cillian Murphylarni umuman Instagram yoki ijtimoiy tarmoqlarda akkauntlari yo'q. Yoki bo'lsa ham, deylik, DiCaprio yoki mana Tom Cruise yaqinda ochdi. Ular lekin hayotini Instagramda ko'rsatmaydi umuman. O'tda faqat chiqayotgan filmlarning treylerlari. Ya'ni ular mavhum bo'lish kerak, ular kam bo'lish kerak. Недоступный. Qo'li yetmas bo'lish kerak. O'shanda har chiqqani qanaqadir qadriga ega bo'ladi. Bu yulduzlar. Qo'shiqchilar shunaqa yulduzlarda. O'shaning uchun ham Konstda orada qolib ketganlar-da. Ular yulduz bunday olib qarasa, lekin bu tarafdan faol hamda. Endi to'g'ri, bu rap o'zi shunaqa, shunisi bilan ham bir boshqacha. Ijtimoiy manifestligi uchun ham. Bizda unaqa narsa yo'q. Biz kam bo'lishimiz kerak, ko'rinmasdan har chiqishimiz nimadir bo'lish kerak degan narsa yo'q. Biz bu odamlarga ma'lumot yetkazamiz-ku. Uni kam ko'pi bo'lmaydi. Buni qilish kerak. Vaqt kam. Tezroq odamlarni nima deydi, o'sha fikrini o'zgartirish kerak. YouTube'da, Instagram'da, Telegram'da ko'proq tezroq harakat qilish kerak bo'ldi. Shu farq shunda. Yulduzligiga kasb nuqtasidan qarab ko'rmagan ekanman avval. Kasbga to'xtaladigan bo'lsak, unaqada Teacher Azam o'zi kim? Mana hozirgi va hozirgacha bo'lgan faoliyatlaringizni sanagan vaqtda men nimalarni sanayman? Jurnalist, biznesmen, ustoz, filantrop, playboy, milliarder. Qaysi biri o'zingizni siz qaysi kasbiga sifatida ko'rasiz? Yaxshi savol. Bilmayman, aniq bir kasbim yo'q. O'qituvchi albatta. O'qituvchi desam menimcha to'g'ri bo'ladi. Negaki bu ingliz tili o'qituvchisi bo'lish mumkin, yoshlarga aka o'qituvchi bo'lish mumkin. Men shunaqa qilib bitta qilib aytgan bo'lardim. Shunday. Teacher Azam. Va faoliyatim davomida har doim buni endi mana ko'pchilik aytadi, Kunduzi ham aytadi, uni mana prodyuser Jahongir degan yaxshi yigit bor. Ahror Alixanov kanalda Mafiyani olib boradi boshlovchi, yoshlar bilsa kerak. Men ham ko'rdim oxirgisini. Bizda hozir marketingda glавный prodyuser bo'lib ishlaydi. Ular ham aytishadi, agar faoliyat boshlayotganda o'zingga obraz tanlasang, o'zingni bir qaysidir obrazga moslasang, o'sha obrazga quliga aylanib qolasan, keyin chiqib keta olmaysan. Bu narsani men o'zim bilmaganman, lekin omadim kelib qolgan. Men hech qachon obraz atrofiga qurmaganman, o'zimdek bo'verganman. Bilsam bu juda ham eng to'g'ri yo'l bo'lib chiqqan. Ya'ni hech qanaqa menga diskomfort bo'lmadi. Sal mashhurroq yoki sal bir yangi statusga chiqqanimda, xo'p, endi obrazimni qayta ko'rib chiqishim kerak. Endi nima qilaman degan narsalar bo'lmadi. Men doim o'zim bo'lganman, haligacha o'zimman. Shuning uchun Teacher Azam hech qanaqasi o'zgarmagan. Qandoq oldin bo'lsam, xuddi shundoqman. O'zgarganim bu obrazim o'zgargani emas. Men o'zim yillar davomida o'zgarishim shu o'zi. Tegida ham shu. Ya'ni rostdan ham mana ko'pincha ko'chalarda ham meni ko'rib qolishadi. Teacher Azam deydi, rasmga tushinglar, keyin bitta savol berishadi, gaplashib turamiz-da. Aytishadi, hayotda ham shunaqa ekansiz deb. Rostdan ham mana meni ijtimoiy tarmoqlarda ko'rayotgan odamlar
ishonaveringlar, meni o'rtoqlarim ham xuddi deyarli shu narsani ko'radi. Ya'ni to'g'ri, yanada ko'proq ko'rishi mumkin do'stlarim, lekin bu men ko'proq ochilganimdan, bu men o'zimni bekitib yuribman, aslida boshqa odamligimdan emas. Ko'proq vaqt o'tkazish imkoniyati bor o'tda. Ijtimoiy tarmoqda vaqt limiti bor va hokazo faktorlar. Shunaqa. Men ijtimoiy tarmoqlarda qanday bo'lsam, hayotda ham xuddi shunday. Yo'q, men oxirgi paytda meni qiynab turgan, hozir Akmal aka bilan ham shu temani gaplashib turdik. Shaxsiy brend qilishdan, mediada kontent qilishdan sovutib o'rgan narsa mana shu narsa bo'ldi. Chunki bitta odam bilan ko'rishaman, hayotda boshqa, ichidagi travmalarini kimdirdek ko'rsatish uchun blog yurg'azishadi. Seziladi bu to'g'rimi? 100%. Bu charchatadi. Sezilishdan tashqari charchatadi. Prosta o'sha odam bilan borib ishlagingiz kelmaydi. Bizda doim eng yaxshi keyslar shunchaki borini kadrga olib chiqib berganimizda bo'lgan. Ayni shu yerda qiziq savolda, men ham yaqinda shuni o'yladimda. Bir akamizga men o'zim maslahatlar berib, anaqalar qo'yman shaxsiy brend bo'yicha. Qaysi ma'noda? Ya'ni siz hali shaxsiy brend bilan borib ishlashingiz kerak. Ungacha ham lekin juda fundamental narsalar bor. Kelayman sizni o'shalarni to'g'rilab beraydi. Keyin borganda ishlab ketasiz. Bo'lmasa ular qiynalib ketadi deb hozir ozgincha tayyorladim. Endi shu yerdan savol mana sizga. Odam o'zi bo'lsa qaytanga yaxshi chiqadi-ku. Demak, bu degani shaxsiy brend qila oladigan odamlar bor. Baribir nima qilsa ham o'xshamaydigan odamlar bormi? Men shunaqa deb hisoblayman. Nimaga qarang, o'zi men mijozlarga tushuntirardim, shaxsiy brend qanaqa tartibda qilinadi. Shaxsiy brend uchburchagi degan formula qilib chiqqanman. Birinchisi uchburchakni boshi mana bunaqa deb oladigan bo'lsak, boshida shaxsiy brend turadi. Odamlar hozirgi vaqtda o'ylaydigan shaxsiy brendi bu omma oldiga chiqib nimadir panyatga berish, men shunaqa muvaffaqiyatliman, sani luzerligingni qaragin degan mesajlarni tarqatish va o'zini ideal inson pozitsiyasiga chiqarish. Yo'q, u unaqa emas aslida. Shaxsiy brend odam o'zini o'zi tanishi. Yo'qmi, men kimman, nima qilaman, nimaga qilaman bu narsani. Va o'shani atrofida avtomatik bu jonlanib ketaveradi. Organikada shakllanib qolaveradi. Shunday. Masalan, oddiy eng sodda misoli, maktabda 3 ta odamning doim shaxsiy brendi bo'lganda, ta'limga bog'lab tushuntiradigan bo'lsak. Birinchisi sinf paxanini hamma bilgan. Nimaga? Chunki u действительно kuchli bo'lgan boshqalardan va ishga emas ketsa o'sha odam eslanadi. Va doim ham jismoniy kuchli emas, u ruhan ham kuchli bo'lgan. Ha, to'g'ri. Jismoniy kuchli, lekin ruhan slabiy bo'lganlar paxan bo'la olmagan. Yo'q, bor-ku sinfda bo'lgan. Dev bola bo'ladi, lekin undan uyalib yuradi. To'g'ri. Ikkinchisi bu eng aqlli o'sha botanik. Hamma imtihon paytida kimdan ko'chirish kerak deganda varianti tayyor bo'ladi va bitta odam keladi o'sha yerda. Chunki uni shaxsiy brendi bor, u o'zi ham biladi, men umniyman deydi. Harakat qiladi aqlli bo'lishga va uni sababi bor. Bu aytganingizdek bularning mana testdan yodlab yuradiganlari bor, lekin ular aqlli bo'lishga harakat qiladiganlar emas, bunday qarang. Uchinchisi eng chiroyli qiz, masalan. Hamma uni nimasi bo'lgan, oshig'i bo'lgan, hamma unga qiziqqan va hokazo. Bu shaxsiy brendni yomon keysi, ya'ni o'zidan hech nima o'zida yo'q, lekin tabiatan chiroyli. 4-chi personaj ham bor bu yerda. Ya'ni o'sha sinf masxarabozi. Hamma doim kuldirib yuradigan, kompaniyani qalbi deydi-yu, dusha kompaniya. Bunaqasi ham bor menimcha. To'g'ri. Endi to'g'ri, ketaveradi-yu. Bunaqa qilsa-da, jamiyatga qo'shilgan vaqtda buni nishalari ko'payib boraveradi. Bu uchun siz o'zingiz kimligingizni bilib olishingiz kerak. O'shanda ko'pchiligiga bu narsa qiziq emas. Ko'pchilik prosta oddiy standartlar asosida yashash qiziq va ularga shaxsiy brend qilinmagani ham ma'qul. Ha, endi mana shaxsiy brend qiladiganlar o'zi kayf qilmasa, menimcha qilish kerak emas. O'zi qilayotgan ishdan mazza ertalab turib, bilmadim, shu kim bo'lsa ham qobil ekani, misol shaxsiy brendimi, bu ertalab turib, men o'sha qobilman deb uyg'onishga, o'sha menman deb bilish kerak-da. Hozir ishxonaga borib, o'sha shaxsiy brendli qobil aka bo'lishim kerak bo'lmaydi-ku. Xuddi shunaqa. U realni bo'lish kerak. O'zi shaxsiy brend so'ziga ham qaraydigan bo'lsak, shaxs brend bo'lish kerak-da. Brend kim desa, o'zidan ergashtira oladigan, ishontira oladigan va hokazo. O'sha shu, men shu narsa juda charchatdi. Keyin o'zim men blogimni qayta ko'rib chiqdim. Hozir yana suhbatda so'rab qoluvdilar, nima podkastdan biznes maqsad bormi yo'qmi deganda, men aytdim yo'q, chunki men siz bilan ham itak shundoq ham gaplashaman, boshqa biznesmenlar bilan ham gaplashaman. Menga doim gaplashish qiziq bo'lgan. Chunki har bitta odam o'zining tajribasi bor, o'zini shaxsiy bosib o'tgan yo'li bor. Nimaga bu mediaga chiqmasligi kerak? Shunday, men ham o'z podkastimni xuddi shunaqa boshlaganman. Ya'ni men suhbatini olish xohlaydigan maslahatini va umuman ularning hayot deylik qanaqa qarashlarini eshitishni xohlagan odamlarni shunchaki, aka, assalomu alaykum, men kontaktingizni oldim kimdandir, bir kuni o'tirib gaplashaylik demayman-ku. Endi bu meni xarakterim qilsa bo'ladi o'zi. Men unaqa menga biroz erish tuyuldi o'shanda. Podkast shunaqa boshlanganda menda.
Men o'zim xohlagan, o'zim qiziqtirgan narsani so'rab olaman-da. Ha. U to'g'ri. Prosmotr, ya'ni kameralarga olinib chiqariladi ommaga. Lekin birinchi navbatda men o'zim uchun. Mana shunaqa. Ну да. Qiziq. Hop mana boyagi o'sha Poxer TV qismiga ko'p to'xtalmadik. Men boshida o'sha bilgan vaqtimda Poxer TVdan, keyin Internationdan kontent qilib yurardingiz. O'shanda birdaniga meni nigohimda siz ichida bo'lgansiz yana bum bo'ldi ijtimoiy tarmoqlardagi mashhurligingiz. Ijtimoiy tarmoqlardagidan keyin yana vaqt o'tdi, zo'r kontentlar qildingiz, reklamli integratsiyalar ko'paydi-da, keyin yana bitta bum bo'ldi. Bu nima degan? Telekanaldagi ko'rsatuv. Bu men o'ylayman, sizni tanqidligingizni, brendingizni yangi etap olib chiqib berdi. Shunaqa. Yangi auditoriyaga tanishtirdi. Keyingi etap men ko'rayotganim hozir bu podkastlar. Tizimli bu podkastdan уже ko'rsatuv formatiga o'tib ketyapti ko'rishim bo'yicha. Chunki bir nechta xil spikerlar chaqiriladi va bitta mavzu o'rtada tahlil qilinadi. Menga qiziq bo'lgan narsa har safar nima o'zgarish bo'layaptiki, shaxsiyatingizda keyingi bum bo'layapti. Odatda ko'pchilik patologda to'xtab qoladi. Qiynaladi keyingi etapdagi o'zini topishlikda. Inglizda ham shunaqa gap bor endi. O'zbekchalar bir joyni qisa olmaslikdan deydi-yu. Jim o'tirgan deydi-yu. Yo'q-da shu. Nimadir qatlagadir kiraveraman, nimadir davay qilamiz bo'ldi deb. Mana shu narsa bor. Lekin oxirgi paytlar o'zimni to'xtatishni boshladim. Mana yaqinda ham. Endi mayli bu hozir konfidensial ma'lumot hammaga aytolmayman, lekin shunchaki ba'zi boshqa narsani aytishim mumkin. Bir aka bilan ko'rishdik, yangi ochilayotgan biznesni reklamasi bo'yicha. Ko'rdim, qiziq, zo'r, menga yoqdi. Men qarang, partnyor bo'ling dedim. Keyin partnyorlikni gaplashishni boshladik. Ular investor bilan gaplashdik, ma'lumotlar almashdik, ular ma'lumot ko'rsatdi. Men o'zim tomonidan nima qilib bera olayman, qanaqa strategiyalarni gaplashamiz-da, keyin kechqurun yotaman-da. Azam. What the fuck are you doing? Nima qilsan? Ammo Englifying bor. Full time Englifydaman-da. Bu yerda televideniya, mana bu yerda blogging, YouTube'da maktab uchun, maktab bolalari uchun katta loyiha qilish arafasidasanda, yana mana bu yoqqa boshing tiqolsan. Qiskandoman-da o'zimga o'zimda. Keyin yo'q, aytdim. Shunaqa, endi tadbirimizni boshqanaqa bo'ldi, reklamani qildik. Aytdimki, yo'q dedim. Men sal anaqa tormozni bosishim kerak ekan, juda anaqa ketib qo'yaman. Zo'r, menga rosa yoqadi. To'g'ri, qaysidir parallel olamda boshqa loyihalarim bo'lmasa, zo'r ketardi mana shu narsa. Lekin biz bittamiz, biz 5 ga bo'lina olmaymiz. Shunaqa, hamma odam o'zining kuchini to'g'ri baholash kerak. Kimdir ola oladi bu loyihani, men ola olmayman. Demak, yengilligiga bo'lgan nimadan? Qiziqishdan, hamma narsani try qilib ko'rishdan. Shunaqa. Lekin men bu har doim hammaga ham o'xshavermaydi. Bu tizimli bo'lib kelayotganidagi nima to'g'ri qilina oldiki siz tarafdan, bu har safar keyingilari o'xshab davomli bo'lib kelyapti. Tizimlashtirishni aslida endi mana yaqin-yaqindan biz boshlaganmiz. Ya'ni tizimlashtirish deganda hozir hamma har xil tushunishi mumkin-da. Tizimlashtirish emas, o'sish nuqtalari tizimli ravishda o'sib kelyapti, davom etib kelyapti. Bu tartib bilanmi ichkaridagi yoki ichkaridagi tartibsizmi? Ahamiyatsiz bu narsa. Yo'q, unaqa emas. Bu doim takliflar, loyihalar keladi va ularning orasidan to'g'risini tanlay olish. Bo'ldi. Endi men juda ham kinoga har doim qiziqqanman. Ichida bo'lganman, doim industriyada nima bo'lgan, bu sohada o'zi mana rostdan shunaqa-ku, siz bir qaysi sohani ichidan bilsangiz, bu boshqa sohani bilishingizga yordam beradi. Doim shunaqa bo'lganda, baribir, chunki hamma joyda o'sha formulalar ishlaydi. Endi albatta turli o'sha YouTube'da yoki boshqa hujjatli filmlar bo'ladi-yu, 1 soatlik YouTube videolar bo'ladi. O'shalarni ko'rganimizda men ko'rardim, yotib olib ko'rardim. Nimaga qaysidir aktyor mashhur bo'lib ketgan, boshqasi yo'q. Nimaga kimdir zo'r boshlab, keyin yo'q bo'lib ketganda, loyiha tanlash, to'g'ri ssenariy tanlash. Va nafaqat ssenariy, bu yerda kim rejissyori, qaysi davrda bu hozir bo'lyapti. Ayni hozir paytimi shu mavzuda mashkino chiqishi. Shunaqa paytlar bo'lgan aktyorlar o'zi $10 million gonorari, lekin $250 ming gonorariga rozi bo'lgan, chunki nimadir ko'ra olgan. Rostdan ko'ra olgan. Rostdan ham keyin Oscar'lar olib kelganda, unga mana oddiy Umniца Will Hunting. Ya'ni bilmadim men o'zbekchada qanaqa, chunki inglizchada Good Will Hunting, ya'ni yaxshi bola Will Hunting degan film.
Uni hech kim tanimaydigan Matt Damon va Ben Affleck degan student bolalari ssenariy yozganda. Ssenariyni yurishgan hamma studiyalarga, rejissyorlarga berib, keyin kimdir qabul qilgan. Keyin ular Robin Williamsga qo'ng'iroq qilishgan. U paytda Robin Williams juda ham mashhur stand-up komik va mashhur aktyor bo'lgan, Jumanji'dagi aktyorda. Bu 96-yil ketyapti-da ko'chada. Ko'cha 96-yil. U eng mashhur amerikaliklardan o'sha paytdagi. Unga tushuntirishgan ekan, mana narsa qolmas. Ikkita student bolalarda, ular Bostonlik bolalar, Bostonlik bu Toshkentlik deganda, amerikanslarda Boston bu Toshkent. Anu Kochinski o'tdi quruq gaplar, mana shunaqa eski shahar qarindosh urug'chilik, mani mahallam, sani mahallang, mana shunaqada o'zi Boston. Tushuntirishgan, u eshitgan, hop, roziman deganda, ular hayron qolgan. Juda bu kichkina loyihaga chiqqanda. Robin Williams keyin chiqqan, o'ynagan va shu roli uchun uzoq kutilgan Oscarni olgan keyin. Yo'q. Uzoq kutilgan, chunki olomay yurgan necha yillar davomida, 80-yillar, 90-yillarda harakat qilgan. Ikkitami nominatsiyasi bo'lgan ungacha, adashmasam, yo'q, ikkita yo bitta. Endi Good Morning Vietnamga to'shni aniq bo'lgan. Yana hozir filmga bo'lgan bo'lish kerak. Mana oxiri shunga oldi. Endi mana bunaqa narsa bor-da, Talib Nasim Talib Qoroqqush. Retrospektivada hammasi mantiqiy ko'rinadi. Siz orqaga qarasangiz, hammasi mantiqiy. O'zi shunaqa bo'lish kerak-ku. Albatta, o'zi Good Will Hunting zo'r kino, Oscarlar olgan, ssenariyga olgan, hozir eng zo'r kinolar orasida zo'r qilgan Robin Williams tanlab deb. U payt hech kim bilmagan unaqa bo'lishini. To'g'ri. Shu qancha yuzlab boshqa aktyorlar bor. Kichkina filmlarimni qaraydi, shu menimcha yeydi, mana shu zo'r otadi deb rozi bo'lgan, lekin dabdalasiz ketgan. Bu rozilik intuitivniy bo'ladimi odatda yoki qanaqadir formulalari nima? Formula bo'lishi mumkin, lekin bu intuitsiya va intuitsiya ham formulaga asoslangan. Endi sira emas bu gapni, misol uchun men 5 yil oldin aytganimda, wow, gap bo'lardi, lekin hozir deyarli hamma biladi. Intuitsiya bu 100% aniq ilm ustiga qurilgan, ya'ni bu miyamizning kalkulyatsiyalari, hisob-kitobi. Bundan oldingi biz hayotda yashab o'tgan tajribamiz, har xil tajribalar yig'indisidan kelib chiqib berilgan narsa bu intuitsiya. U ham kitoblarda yozilgan, McDowell'da yozilganmidi, Zukorallan davrlarida. Qaysi kitobda edi, esimda yo'q, hattoki Thinking Fast and Slow damidi. Men endi adashib ketganman hozir, lekin g'oyasi aniq. O'tda ham shu o't o'chiruvchi haqida misol berilgan, izohlarda yozib qoldiringlar, qaysi kitobda edi shu? Ya'ni o't o'chiruvchilar o'sha eshikni bilasiz, ochganda eshik portlab chiqadi, ichida olov, gaz yig'ilgan bo'lsa, havo kirgandan keyin, yoki ochsa bo'ladi eshikni. Shuni o't o'chiruvchilar biladi. Qattan biladi. So'rasang aytib bera olmaydi. Lekin ko'rib his qilib bila oladi bu narsa. Chunki intuitsiya ishlab bo'lgan. Miya hisoblaydi, hisob-kitob qilib chiqarib beradi. Ochsang bo'ladi deb yoki yo'q, qoch chetga o't deb chiqarib beradi. Bu ham shu loyihalarda ham xuddi shunaqa. Oldindan bilasiz, qani o'xshaymikin yo'qmi. Endi mana bunaqa, lekin biz bunchalik hozir loyihalar xilma-xilligi, har xil loyihalar va 10 ta loyihadan faqat bittasi o'xshaydi deydigan sohada, industriyada emasmiz, unaqa davrda emasmiz. Hozir O'zbekiston shunaqa davrdagi xohlagan loyihani puxta qilsa bo'ldi, ketaveradi. Chunki yo'q, boshqa o'zi narsa yo'q. To'g'ri. Bozor bo'shligi hisobidan joy bo'sh, o'shani hisobiga. Shu. Lekin bitta narsa bor. Biznesmenlar bilan ko'p ishlaganim uchun shunaqa holat bo'ladiki, bitta proyektda zo'r, super uspeshniy bo'ladi, o'ta muvaffaqiyatli bo'ladi va odam miyasida shunaqa fikr kelib boshlaydiki, men qiladigan hamma narsa o'xshab boshlaydi deydigan. Va ana o'shandan keyin muvaffaqiyatsizlik qatorasiga kelib boshlaydi. Imminda shu haqida bitta post yozdim. Muvaffaqiyatli bo'lishning muvaffaqiyatsizlikka olib boradigan sabablari degan. Wow. Okay. O'sha yerda shunaqa fikr ketganki, sizni ishlaringiz davomli o'xshayotganligi, sizni o'ta daholigingiz va krasavchikligingizdan emas, balki ma'lum bir formulani o'zingiz bilmagan holatda to'g'ri ketma-ketlikda amalga oshirganingizdan. Shunaqa holat menda bo'lgan va takrorlanmasligi uchun nima qilaman deydigan bo'lsa, bitta uspeshniy loyiha bo'ladi-ku, muvaffaqiyat. Ish chotki bo'ldi. Masalan, hozir mana qurilish zapusklarimiz tizimli ravishda 3-marta masalan o'xshayapti-da. O'tiraman-da, analiz qilaman. Nimani to'g'ri qildikki, bizda o'xshadi. Formula qilib qo'yaman-da. Ertaga bu formulani boshqa odamga berganimda ham u xuddi shuni tizimli qiladigan bo'lsa, bu takroriy bo'lish chastotasi oshishligi uchun. Shunday. Xuddi shu narsani sizga qo'llaydigan bo'lsak, sizdagi qarash qanaqa? Endi hozir aytib ketdingiz, что bozorimiz bo'sh, istalgan narsa o'xshab ketaveradi. Lekin men bu yoqda ko'ryapman, eng katta uspeshniy bo'lgan ma'lum bir tadbirkorlar ham shunchaki ketma-ket 3-4 ta faildan keyin, muvaffaqiyatsizlikdan keyin minusga kirib ketyapti. Ularda ham vaqtincha bozor bo'sh. Qiziq. Endi hozir biz biznes sohasiga o'tamiz bu yerda.
Yo'q, men baribir tanlov qismida deb o'ylayman. Tanlov haqida hozir. Endi to'g'ri, bu yerda baribir teran qarash kerak, chetdan qaray olish kerak. Mana refleksiya degan narsa bor. Odam birovni aldashi mumkin, lekin o'zini aldash kerak emas hech qachon. Oynaga qaraganingizda siz har doim o'zingizga to'g'risini aytishingiz kerak. Agar siz o'zingizni aybingizni deylik yoki haqiqatan ham siz o'zingizni aldab yurganingizda tan ola olmasangiz, katta muammolarga olib keladi bu. To'g'ri. Ya'ni dunyoda hech bo'lmasa bitta odam bo'lishi kerak, siz yolg'on gapirmaydiganda va bu o'zingiz bo'lishingiz kerak. Endi biz hammamiz yolg'on gapiramiz. Xuddi shu narsa loyiha tanlayotganda ham. Osmonlarda uchib, qayerlardadir tasavvurlarda emasda, teran rostdan ham. Qila olamanmi, yo'qmi? Ko'p holatlarda javob ha, qila olaman. Bu yolg'onchi ham bo'lishi mumkin. Lekin siz aytgandek, u yog'iga endi formulaga solinadi keyin. Ya'ni nimalar muvaffaqiyatga olib borishi mumkin deb. Lekin yana aytaman. Bu yerda hozir mana shu ish qilsanglar muvaffaqiyatli u yoqqa ketadigan narsa yo'q. To'g'ri. Hech qachon yo'q-ku u narsa. Biz oldindan bila olmaymiz ham. Yana o'sha retrospektivada orqaga qaraganda hammasi mantiqiy ko'rinadi. Hozir yo'q. Bu doim risk, biznes har doim risk bo'lgan. Bo'ldi, shunchaki siz tanlov qilish mahoratingizni oshirasiz va shunda siz risklarni, tavakkalni kamaytirasiz xolos, xavfni kamaytirasiz, lekin u doim bor. Yana oxirgi men olgan insight bu to'g'ri loyiha tanlay olish emas, bu juda ham yaltiroq va chiroyli ko'ringan loyihalarga yo'q deya olish qobiliyati kerak. Ya'ni odam qaysidir darajaga yetgandan keyin endi yo'q deya olishni o'rganish kerak. Qaysi ma'noda? Kimgadir yo'q deya olish emas, o'ziga. Yo'q, qisqin qila olmaysan. Yoki bu kuching yetmaydi, bo'ldi endi. O'zingni aldayvermagin, qila olmaysan, kuching yetmaydi. Bo'ldi, mana shu 3 ta ish olib borasan, shunga fokus ber, bo'ldi. 4-inchisiga bo'linishing kerak emas deb o'ziga o'zi aniq ayta olish kerak. To'g'ri. Shu? Bu haqiqatda siz bunga agar savolingiz to'g'ri tushungan bo'lsam. Yo'q, men shunaqa. Ya'ni o'sha savolga mos holatda. Hozir sizni versiyangiz bo'yicha nega odamlar ketma-ket muvaffaqiyatdan keyin muvaffaqiyatsizlik bo'lgan? Shu formulasi bo'lmaganimi? Yo'q, formulasi bo'lmagani emas, boya aytganingizdek, o'zini aldagani uchun. O'zini aldagani uchun u ich-ichidan bilgan o'sha tolmasligini. Lekin tan olish xohlamagan. Chunki ishlar o'xshab turgan bo'lganda. Egosi, albatta. Endi ego bizani juda ko'p joylarga olib boradi. Haqiqatan muvaffaqiyatga olib borishi mumkin. Lekin bu yerda ham o'sha tirik qolganlik xatosida. Xuddi shunaqa. Egosi bor, main character syndrome deydi, ya'ni bosh qahramon sindromida. Manman o'sha bosh qahramon. Bu butun dunyo o'zi men haqimda, bu kinoda o'zi butun dunyo. Men shu yerda bosh roldaman deb o'ylashdi. Bu narsani zo'r, mana hozir bizda muvaffaqiyat madaniyati shakllangan, faqat bizda dunyoda o'zi AQShdan keldi bizga o'sha 80-yillardan boshlangan. 80-yillardan beri ekan. Men tarixiy kinolarni endi ko'rishni boshladim-da. Siz o'sha mana yappilar bo'lgan 80-yillarda bu Wall Streetni egallab olishgan ular. Keyin endi amerikalik psixopat filmi ham o'zi shunga parodiya-da aslida, Patrick Batemanlar. Aytmoqchi bo'lganim mana shu ham. Ya'ni bosh qahramon sindromi yoki muvaffaqiyat madaniyati. Ya'ni muvaffaqiyatga erishish kerak. Yaxshi ish top, shu ishini yaxshi ishlamasda yo'q. Yo millioner bo'laman yoki hech kim. Yoki men boy va mashhur bo'laman yoki o'laman. 50 Cent ham shunaqasi bor-da, albomi bor, mashulasi bor. All or nothing umumiy holatda. Shunaqa, ha. Bu juda ham bu epidemiya-da, bu kuchlik, bu kasallik. Bu kasallik odam bilib olish kerak, balki senga bu kerak emasdir senga bu. Ha, muvaffaqiyatga erishish, biz juda ham ko'plab muvaffaqiyat voqealarini eshitamiz, lekin bular bilamizki, mingtadan bitta odam. All or nothingni qanchalik xato va sizni hayotingizga salbiy ta'sir qilishi haqida biz Sanjar Maksulov bilan podkastimizda gaplashganmiz. U zo'r tushuntirib berganlar. Kakras podkast kelgan vaqtlarida o'tirdilar, hali syomka boshlanmasidan oldin kechib keldilar, uzr dedilar, o'g'lim bilan suhbatim bor edi dedilar. Hozirgi yoshlarning miyasiga juda bir yomon narsani singdirib qo'yishganda, yo eng zo'ri bo'lishing kerak, yo pastda bo'lishing kerak. Bu naborot sizlarni manipulyatsiya qilish uchun o'ylab topilingan narsa. Chunki nimaga? Aniq-ku sen eng zo'ri bo'la olmasliging. Eng pasti bo'lgandan keyin seni boshqarish oson. Chunki kundalik ehtiyojlaringni qondirishing kerak, unga kimdir pul berish kerak, lekin o'rtada hayot o'ta go'zal. Buni ko'pchilik nima qila olmaydi, tan ola olmaydi deb miyadagi baryerlar bilan bloklar bilan ishlashni zo'r tushuntiradi. Shunday. Shu sababdan ham baxtsizlik darajasi ham baland, ayniqsa hozir bizda, chunki bizda tengsizlik ham keskinlashib bormoqda. Bu iqtisodiy o'sish bilan bog'liq, albatta. Deylik 2015 yil bilan solishtirganda aholini deylik quyi va o'rta qatlami
hayot darajasini o'sish dinamikasi oxirgi 10 yilda 15 dan 25 gacha. Dinamikasi yuqoriroq 5-yildan 15-yilga nisbatan. Ya'ni biz 2005 dan 2015 dan ko'ra 2015 dan 2025 gacha yaxshiroq, tezroq rivojlanganmiz. Tezroq hayotimiz yaxshilangan. Aslida o'sib borgan. lekin nega biz baxtsizroqmiz? Chunki xuddi shu davrda boshqa, masalan, muvaffaqiyatga erishgan millioner bo'lgan odamlar juda ham tez millioner bo'lishdi. Ham muayyan, juda ham boyib ketgan odamlar bor. Bor ular va ular buni ko'rsatishdan qo'rqmaydi ham. Va bu albatta jamiyat orasida kuchsiz baxtsizlik. Birinchidan solishtirish, keyin baxtsizlik hissini uyg'otadi, bu aniq. Nima qilish mumkin bu bilan? Hech nima qilish mumkin emas, bu jarayon. Sizda qachon oxirgi marta shunaqa holat kuzatildi? Savol qiziq berilyapti-da. Sizda shunaqa holat kuzatilganmi emas-da? Sizda qachon oxirgi marta shu holat kuzatildi? Men chunki nimagadir men ichimdan bilaman, bu holat baribir bo'lgan. Hammada bo'ladi. Xuddi shunaqa. Men ham shunga ishonaman. Hammada bo'ladi deb ishonaman. O'shaning uchun o'ylanib qoldim, qachon bo'lgan deb. Menda hech qachon mashina olish, uy joy olish niyati bo'lmaganda. Buni oldin ham, hozir ham mashinam yo'q, bilishadi. Lekin Englify mana biz ochdik, yuritdik, produkt ustida ishladik, mahsulotlarni rasa qildik, lekin sotmayapmiz. Sotuv yaxshi emas, sotuvga qaratilmagan. Shu varonkalariga ustida ishlamayapmiz, reklamalar ustida ishlamayapmiz, lekin produktni zo'r qilib qo'yganmiz-da. Zo'r ovqat qilsangiz bo'ldi, keladi degan narsa bo'lib qolgan. Men bildim, bu yerda men biznesmenlarcha o'ylashim yetishmayapti. Bunga nima kerak? Men och bo'lishim kerak. Ya'ni pulga o'ch bo'lishim kerak. Bunaqa meni xarakterimda yo'q bu. Keyin nima qildim? O'zimni borib tiqdim keyin botqoqqa. Unda endi siz bilasiz bu voqeani. Siz bilan o'tirib shu mashhurda gaplashdik. Keyin shu bir joyda uy ko'rdim. Menga rosa yoqdi. Terrasasi, bog'lari bor ekan. Yaxshi ko'raman, o'simliklar bo'lishi, shunaqasi bor ekan. Qimmat joylar ekan dedim. Oling deb, siz ham olsangiz yaxshi dedingiz. Men ham rostdan ham dedim. Hali-haligacha ham tanishlarim azam nima keragi bor deyshadi. Lekin bilishmaydiki, men o'zim u joyga atayin tiqqanman-da. To'g'ri, u pulga misol uchun boshqa joydan 3 ta kvartirani yarmini to'lab, keyin qolgan yarmini to'lab olish mumkin edi. To'g'ri. Lekin menga mana shu voqea kerak edi. Yaxshigina o'zimni qiyin ahvolga solish va undan majburan chiqish kerak edi. Va bu rostdan ham ishladi. Hozir endi hali albatta yo'lda yarmidamiz, lekin bu rostdan ham ishlayapti. Ertalab shunday uyg'onaman, bo'ynimda qancha oylik to'lovim borligini bilib, shunday uyg'onaman, ofisga shunday yugurib boraman. Reklama tizimlashtirish, varonkalarni shunday ishlaymiz, u asta qo'yaverasiz deydi. Endi savolingiz keladigan bo'lsa, yo'q, menimcha bo'lmagan. Mana buni kvartirasi bor yoki buni mana mamnaqasi, bu mamnaqa qilib yuribdi degan narsa bo'lmagan ekan negadir. Endi bu yerda solishtirish qanchalik men o'zim bilan chestikman bilmadim. Bu yerda solishtirish misolida emas, siz o'zingizni muvaffaqiyatsizdek his qilish. Ha. Yo'q, bo'lmagan u. Men o'sha tirik qolganlik xatosidaman-da. Menimcha o'ylaymanki, odamlar mendagi odamlardan xulosa chiqarish kerak emas. Menda o'xshab qolgan. Ha, unikal case o'xshab qoldi. Hammada shunday bo'ladi degan emas. To'g'ri tan olish kerak, chunki bu o'z yoshidan mahmadana bo'lganim, ko'p gapirganim, haqiqatan ham o'z odam genlari ham turli kombinatsiyada, dozada bo'ladi. Endi bu o'yin o'ynaganlar ham biladi. Deylik, sizda 50 ochko bor va uni deylik 10 ta mahoratga bo'la olasiz. Va bu degani qanchadan tushadi? 5 dan tushadi. 5 dan tushadi. 5 tadan hammasiga teng bo'lib bersangiz 10 ta mahoratga 50 ta ochkoingizni. Bu degani siz o'rtacha odam bo'lasiz. To'g'ri. Hammasida hech kamchiligi yo'q, lekin hech qaysida zo'r emas. Keyin uni siz to'g'ri kombinatsiya qilishingiz kerak. Men bu uchtasini 10-10 qilaman-da, mana menga kerak emas. 1-1 bo'lib turaversin bular yoki 2-2 bo'lib tursa, men bilan 10-10 qilaman deb turib, o'sha 3 taga siz fokus berasiz-ku, o'sha ham to'g'ri kombinatsiya bo'lishi kerak-da. Xohlagan uchtasini 10 qilsangiz bo'ldi emas. To'g'ri. O'sha kerakli tushish kerak xolos. Men shu davrga shu to'g'ri kombinatsiya tushgan xolos. Bu o'sha intellektni 9 xilmi, 11 xil turi bor, o'sha bilan bog'liqda. Meni eshitish qobiliyati, ya'ni musiqali, ya'ni ohangni eshitish va farqlashim juda ham past. Bu intellektning bitta turi o'zi. U past. Vizual intellektim past meni. Ya'ni bu degani rasm chizishim, makonni ko'ra olishim, baholashim yaxshi emas. Undan tashqari keyin orientatsiya qilish. Muhitda qat'iy yurma qanaqa. Unisi yomon emas, lekin zo'r ham emas. Bu narsalarim.
Ya'ni bu yerda ko'p mana minuslar matematik o'ylash. Bu ham menda juda kuchli emas. Bu yerda ham minus. Bo'ldi, gumanitariyaga ketdimi? Menda yaxshi tomon nimada bo'lganki, lingvistik intellektim yaxshi bo'lgan. Bu degan demak, til nafaqat o'rganish, balki fikrni yetkazib bera olish ham bor. Bu yoqda keyin yana plastika ham bor, ya'ni mimika, o'zini tutish, mana shu narsalar, xarizma buni yig'ilganda kerak paytda bu to'g'ri tushib bergan. Shunaqa davr bor, uningiz kerak emas sizni. To'g'ri. Agar siz xuddi shunaqa deylik ustunliklar bilan Daniyada tug'ilsangiz, hozir 30 yoshli Daniyada kimdir bo'lsangiz, sizga hech qanday ustunlik bermaydi. U yerda sotsial kapitalizm, bo'l sotsial demokratiya nima deydi? Shunaqa hamma tinch hech qanaqa bir ularga bir qanaqadir odam hozir kerak emas. Ularga zo'r analitik biznesmen yoki matematik o'ylaydigan moliyachi kerak-da hozir ularga. Ya'ni o'tda kerak emas. Bu yerda uyg'onish davri O'zbekistonda bo'lgancha bunaqa odam kerak bo'ldi. Ima kerak paytda bo'lib qoldim. Bu endi o'sha ikkinchi unsur. Hammasini men o'ylab topganim yo'q. O'zingiz bilasiz, Malcolm Gladwell. Da. O'qib turib, albatta hamma odam o'zini ko'radi. Men ham o'zimni ko'rib, o'zim baholaganman. Men to'g'ri davrda tug'ildim. To'g'ri 94-yil tug'ilganim bu eng to'g'ri davr emas. Ko'proq hozir 98 dan 2003 yil mazaqoti desa bo'ladi. Chunki yangi O'zbekistonga aynan ular to'g'ri keldi. Meni baribir ilinib qolgan joyim shundaki, men anaqaga o'xshab, Konstaga o'xshab, Sharif aka ham ilinib qolganlar 93-yilda-da, bundoq qarasa. Biz yoshimiz kattaroq bo'lsa ham, lekin bu yoqga qayishqoqlik ko'rsatib o'ta oldik. Mana shu flexibility. Ketdi poyezdga, marshrutkaga odam yig'ilayotdi. Ketdi, yangi O'zbekiston uchamiz deganda biz undan o'tirib oldik. O'zbekiston hozir buyuk ishlar uchun eng zo'r joylardan. Butun O'zbekistonda ham kerak bo'lsa, butun dunyoda ham kerak bo'lsa-da. Yana uchinchi adashmasam muhit edi. Muhit ham albatta kerakli darajada meni u yoqqa tortgan, turtkilar bergan, bo'lgan. Lekin muhit juda katta deb aytmayman, bo'lgan lekin ta'siri albatta bo'lgan. Bular ham tasodifiy narsalar. Mana deylik, tashqi faktorga bog'liq bo'lgan. O'zingiz uyushtirishingiz qiyin bo'lgan. Men 9 yil o'zbek sinfida o'qiganman. O'zbek kanallari ko'rardim. Bizga kabel mumkin emas bo'lgan, oyim ruxsat bermaganlar. Va o'sha paytda ham hattoki bir yoz, qaysidir yozda 10-11 yoshim paytda butun yoz kabel bo'lgan. O'sha ham multfilmlarni ko'rib olganman o'sha paytda-da, lekin men kerakli darajada yemaganman. Ko'proq yeyish kerak. Bu yeydigan paytda hozir ma'lumot yeydigan, siz o'zingizni shakllantiradigan paytingiz. Shularning hammasi to'g'ri, filmlar ham bo'lgan o'ziga yarasha-yu. Keyin litseyga kirayotganda men o'sha o'zbek guruhiga tushganman, lekin adam o'rtalari Yevropatokka ber, rus guruhiga ber, yaxshi bo'ladi deyishgan. O'sha paytda oyim qarshi bo'lganlar bunga, lekin oyim kasalxonaga tushib qolganlar. Va kasalxonaga tushib ishtirok etmaganlar, bu qaror chiqaruvchi bir o'sha board memberda bo'lmagan. Jarayonda bo'lmaganlar-da, keyin shu sababli men Yevropatokka o'tib ketganman. Va keyin 3 yil men Yevropatokda rus guruhida o'qib, butun pop madaniyatidagi juda ham ko'p narsalarni keyin bilishni boshlaganman. Ungacha ham bilardim, qiziqishim bo'lardi, lekin muhit bo'lmagan. Uning ichida keyin ketgan o'sha ham musiqa tarixi, kino tarixi, hammasi menga shunchaki berishgan, men olganman. Lekin bu yerda muhit va meni unga reaksiyam ham muhimda. To'g'ri. Boshqa kursdoshlarim ham bo'lgan, xuddi shu muhitda ichida necha yillardan beri yashayotgan. Ular uchun bu lekin qiziq bo'lmagan. Menga bu qiziq bo'lgan. To'g'ri. Va men uni olganman. O'sha narsani yeyishni tonnalab yeyishni boshlaganman-da. Men kechasi bilan Wikipediyada o'tirib chiqardim, odamlar hayotini ko'rib, qaysidir aktyor, qaysidir rejissyor, qaysidir musiqiy guruhi tarixi, qaysidir kino tarixi, olinish jarayoni, YouTube'da videolar ko'rib, butun mana litsey va keyin u yoq universitet davrim mana shunaqa o'tganman. Hamma shularni yeganman. Mana hozir ingliz va ruslarda ham, ingliz internetida ham Key and Peele degan sketch oladigan bolalar bor-da, aka emas, ikkita o'rtoq. O'shalarni qisqa hozir sketchlardagi kesilgan narezkalari Instagramda aylanadi. Hozir mashhur bo'lib ketgan. 23-25 ta mashhur bo'ldi. Men ularni 14-yil yeb yurardim-da. 14-15-yilda men Key and Peele yotib olib ko'rganman. SNL ham. SNL bu Saturday Night Live. Ular ham sketchlar qiladi. Bu o'sha paytdagi yumorni eng oldi bo'lgan. Eng avangarddagi lider yumor bo'lgan Amerikada yanada. Bu butun dunyoda deganda-da. Men uni ingliz tilida yeganman-da o'sha paytda. Bu menga juda ham katta oldinga sakrash bergan. Meni yumorim, qanaqa qilaman videolarimni, qanaqa podacha qilaman, hammasi men o'sha yerdan yegan ma'lumotim ortidan. Va men uni 10 yil oldin yeb olganimda. Hozir emas. Chunki hozir Key and Peele endi avangardda emas, chunki Key and Peele'ni bolalari chiqib bo'lgan endi. Mana bu Vaynerlar va boshqa qilayotgan yomon emas, Vayner ham
yaxshi yumorda. Bular hammasi bolalari keyin. Chunki keyin Pilni o'sha Vine'ni ko'rsatishni boshlagan. Birinchilardan bo'lib sen ko'rsatishni boshlashgan. Qanaqa bo'lish kerakligini. Shu? Moshna. Juda bir umid qilaman ko'pchiligiga tushunarli bo'ldi. Sababi men ham immindan shu formatda o'rganaman ko'p narsani tahlil qilaman-da. Meni miyamda shunaqa baryer bor. Bu formatda tushuntirib berilinsa bu ko'pchiligiga tushunarli bo'lmaydi va kontent yoqimli holatda bo'lmaydi. Kecha shu baryer bo'yicha Kunduzi bilan ko'rishgan edik. 3 soat suhbatlashib qoldik. O'zinglar o'zimiz prosta-da. O'shanga telefonlarga javob bermabdi. Gaplashgan vaqtimizda ularga aytdim mana shu narsani. Va mendagi shu fikrlashni qisman o'zgartirgan, o'sha bu yerga menimcha keskin o'zgarish bo'ladi. Mana shu Kunduzini kontenti bo'ldi. Bir kun kontent chiqarildi. 3 minutmi, 3,5 minut nimadir tushuntirib berganlar. Hozir mavzusi esimda yo'q. Va men o'sha oxirigacha ko'rdim. Fikrga qo'shilyapman-da, zo'r gap yo'q, shunaqa fikrlaydigan odamlar bor ekan-da, xursand bo'lman. Keyin parallelni o'zimga message qildi-da. Qaradimmi, u meni majburlamadi, hook bilan, qanaqadir qiziqarli yoki shok kontent bilan e'tiborimni jalb qilmadi va 40 sekundlik dopamin bilan o'ynashadigan kontent bermadi. Va men oxirida yana rahmat aytaman bunga. Demak, hozir ham men bermoqchi bo'lgan ma'lumotga och bo'lgan insonlar bor va men ularga yetib borgungacha kontent qilishni davom etaverishim kerak. Va bu meni xarakterimni cheklash kerak emas deganda. To'g'ri. Chunki men nimaga hozir bunaqa fikrlayman deydigan bo'lsa, chet eldagi qaysidir xuddi shunaqa fikrlab tushuntiradigan content makerlarni ko'rganim hisobidan-da. Demak, men O'zbekistonda bo'lib, Amerika, Yevropadagi bu content makerlarni ko'rayotgan ekanman. Xuddi shunaqa bizada ham til bilmaganim uchun o'zbek tilida qanday shunaqa content bo'lsa edi deb izlab yuradigan odamlar bor deb o'ylayapman hozir. Shunday. Mana o'zi bizni endi boshqalar ham shunaqa bo'lsa kerak, lekin aynan shaxsan men aynan shuning uchun ham YouTube ga borganman. Aynan shuning uchun ham blogging kirganman. Chunki o'zbek tilida so'zlovchi yoshlar uchun informatsion ochlik bor edi. Virtual makonda hech nima yo'q o'zbek tilida bor, lekin uni saviyasiga biz o'zbeklar bunga loyiq emasmiz-da. Berish kerak edi yaxshi narsani. O'sha paytda mana shunaqa orzu bilan kirilgan. Hozir endi qisman motivatsiyam yo'qoldi desa ham bo'ladi, chunki bo'ldi hamma to'ldiradi bozorni. Bo'ldi, bozor to'ldirishda yaxshi. Men bu yerda qiladigan ishim ko'p emas endi. Men oldin kamyob odamlardan biri bo'lganman, hozir ko'pchiliklardan biriman-da, shunaqa. O'z mavzuni boshiga qaytadigan bo'lsa, nimadan boshlangan endi o'zini boshqalar bilan solishtirish orqali o'zini muvaffaqiyatsizlik his qilish. Buni nimaga qo'shdim deydigan bo'lsa, sizda unikal case ekan. Men bunaqa deb o'ylamagan edim. Bo'lishi mumkin. Men hozir o'zim bilan qanchalik rostman yo'qni bila olmayman-da. Bu endi boshqa mavzu deylik, mana shunaqa. Lekin menda mana shu muvaffaqiyatlilik sindromi kuchaygan vaqtda, tam 2 yil, 3 yil oldin ishlarim o'xshadi-da, bozor keskin o'zgarib ketib qoldi va men katta tadbirkorlar bilan ishlayotganim uchun o'zim qanaqa kichkina masshtabdaligimni ko'rib, depressiyaga o'tib ketib qoldim. Eng qizig'i oxirgi mana 1 yillik ichida men bu stress management, o'zini anglash, boshqa narsaga kirishdimda, qaytib yana o'zimni yo'limga tushib oldim. Eng qizig'ini aytaman, siz hamma narsangizdan qoniqqan vaqtingizda keyingi muammo paydo bo'lar ekan, prosta hayotga bo'lgan ishtiyoq. Qiziqish prosta tugab qolar ekan. Chunki bilasiz, eng yomon holatda ham nimadir qilib pulingizni topasiz, ko'chada qolib ketmaysiz, o'zingiz sevgan ish bilan shug'ullanasiz, qo'pol aytganda komfort zona. Shunaqa, bu aytmoq bu o't bo'lingan o'yin-da. Men shunaqa deb nomlayman. Bu oldin ham gapirganman, menimcha bilan ham qaysidir podkastda. Ya'ni rostdan ham o'yin o'ynaydiganlar juda ham yaxshi bo'ladi. Ayniqsa RPG o'ynaydiganlar, ya'ni siz o'z qahramoningizni doimiy kuchaytirishingiz kerak, yangi darajaga olib chiqishingiz kerak. Qilichmi yaxshiroq qilish, tilladan qilish, qilichni o'sha yaxshisi, yana nechinchidir darajasi, xuddi shunga o'xshab dubulg'alaringiz, hamma narsalarni, etik, hammasini yaxshilashingiz kerak. Keyingi darajaga, keyingi missiyaga bo'z, undan katta bo'z, undan ham katta bo'z yuraverasiz. Bu maqsadlari katta. Oxiri eng katta bo'zni o'ldirasiz. Kartadagi, xaritadagi hamma zonalarni egallaysiz. Hammasi tugaydi. O'sha katta dunyo, hamma zonalar sizniki, katta o'sha shahar dunyoga bunaqa qaytib chiqasizda, bilasiz, siz bu yerda hammasini qilib bo'lgansiz. Ichingizdan shunaqa katta bir bo'shliq paydo bo'ladi. Endi nima degan, hech nima yo'q endi, u aylanib yuraverishadi. Qiladigan ishing yo'q endi. Mana bu yerda depressiya keladi. Endi hayot o'yin, to'g'ri, lekin yaxshi bir shunaqa bir tarafi borki, hayotda siz o'zingiz boshqa o'yinga o'tsangiz bo'ladi. U yerda yana noldan boshlaysiz. Maydonlar ko'p. Maydonlar ko'p. To'g'ri. Shunaqa. Shunisi bilan qiziq balki. Men doim xohlardim, xuddi mana bloggingda butun O'zbekistonga deylik,
o'sha kontent qilish va o'zbekistonlik yoshlarga ma'lumot berish, ularni dunyoqarashini kengaytirish maqsadim bo'lgan bo'lsa, xuddi shuni ham ingliz tilida qilishim kerak. Chunki ingliz tili o'qituvchisiman. Offline o'quv markazi ochsam, men qayerda ochaman? Toshkentda. Hop bo'pti, viloyatda ocharman. Lekin bitta o'quv markazi ochish juda uzoq vaqt ketadi. Siz yana doim shahar markazidan ochish kerak uni. Men xohlagan odamlargacha ham yetib bora olmayman. Men orzum nima bo'lgan? Mana shunaqa mahsulot yaratayki, u sifatli, juda ham sifatli bo'lsin va o'sha O'zbekistonni xohlagan chekkasi, butun dunyoda kerak bo'lsa, o'zbeklargacha ham yetib borsin. Va shunaqa qilib biz Anglify'ni yaratganmiz. Produkt ustida ishladik. Unaqa video darslar olinmagan, dunyoda ham yo'q. Uni qarab ko'rsanglar ham bo'ladi. Qaysi dunyoda ham yo'q. Ya'ni tan olish kerak, butun dunyoda ingliz tili bozori bunaqa katta emas. Bunaqa katta pul tikilishi shart emas-da. To'g'ri. Bizda katta bozor bo'lgani uchun katta pul tikilishga arziydi. Shuning uchun biz juda ham katta pul tikib o'rganamiz bu videoga. Ko'rsanglar bo'ladi, serial olinganda-ku. Haqiqatan nimaga serial qilib? Serial bo'lsin deb emas, uni ko'rgan odam zerikmasdan tushunib olsin. O'sha 15 minut o'tirishga video darsini ko'rib, zerikib ketmasin, shuni ko'rsin oxirigacha. Meni butun fikr xayolim shu odam turib ketmasin ko'rayotganda. Nima qilsam turib ketmaydi, lekin men tushuntirib olaman o'zim. Aytmoqchi bo'lgan narsamni mashq qildirib turib olaman degan bir xayol bo'lgan. Mana shu g'oyalar bilan, shu maqsadlar bilan biz keyin Anglify'ni qildik. O'tda ham qiyinchiliklar bo'ldi, boshqa narsalar, lekin o'tdik. Bir necha marta, ya'ni o'zi shunaqa biznesda bitta qiyinchilikni o'tib oldingizmi? Bitta bo'ladi, keyin ikkinchi to'lqin bo'ladi. To'g'ri. Davomli ketaveradi. Har safar yangi level ochilib ketaveradi. Shunaqa, ikkinchi to'lqindan mana hozir o'tdik. Bizda hozir agressiv o'sish davri va qachondir yana bir to'siqqa duch kelamiz, undan yana o'tib, keyin yana chiqib ketishimiz kerak bo'ladi. Hozir yaxshi ketyapti o'sish davri. Mana shunday. Endi bu yerda yana bir narsa, o'sha oliy maqsad haqida gapiradigan bo'lsam, Ibrat farzandlari keyin paydo bo'ldi. Endi qanaqasi keyin o'sha paytda parallel bor edi. Men o'zim Ibrat farzandlaridan chiqib yurardim, leksiyalarda boshqa, lekin ularni rejalarini bilmagan ekanman deydi. Endi menga ham aytishmagan, to'g'ri. Uni tepadagina ham xabar yo'q. Pastdagi project managerlar aytishmagan. Azam aka, siz bizga leksiyalarga polni chiqib yuribsiz, buni hali biz maktab qilamiz, shuni bilib qo'ying deb endi aytmaydi-ku, to'g'ri-da, to'g'ri. Yo'q, men xursandman Ibrat farzandlariga. Negaki juda ham ko'p o'sha yuklab olinishlar bor. Juda ham ko'p odamlar ishlatdi va ular onlayn ingliz tili yoki onlayn ta'lim bozorini kengaytirib tashadi. Tushunyapsizmi? Bizga juda katta yordam berishdi-da. Biz oldin mijozlar bilan, o'sha bo'lajak talabalar bilan gaplashayotganda onlayn ham o'qisa bo'ladi tushuntirishimiz kerak-da. Hozir shart emas, bilishadi. Chunki u yoqda o'qigan yoki uni reklamasini ko'rgan, Ibrat farzandlarining reklamasini ko'rgan, normalni. Shuning uchun ham Ibrat farzandlar bizga yordam berdi deb hisoblayman. Lekin mahsulot sifatida hamma o'zining mahsulotini yaxshiroq deb hisoblaydi. Albatta men ham Anglify mahsulotini yaxshiroq deb hisoblayman. Albatta. Endi bunga men to'liqonli haqqim bor. Ibrat farzandlari ularniki yaxshiroq deb hisoblashi mumkin. Ma'lum muammoim yo'q. Bu normal holat. Bu normal holat. Vot. Albatta ularga ham omad tilayman. Yaxshi insonlar, misol uchun Alisher akani o'zi ham, Sadulayev, Rustam aka Qoriyev, zo'r. Hammaga omad. Hamma nima deydi? Karvon ko'p rizqi bo'lak. Shunday. Men hisoblaymanki, juda ham yaxshi bizga motivatsiya berishadi. Ular nima qilyapti, biz nima qilyapmiz? Ya'ni qaysi ma'nodaki kontent bo'lishi mumkin boshqa va bu bizga motivatsiya beradi. Nimaga ularni men hozir tilga oldim o'zi? Oliy maqsad butun respublika o'sha eng chekka joylarga o'rgatish-ku. Ibrat farzandlarida ham shu. Unda olib qaraganda. Bizni endi oliy maqsad shu ishni yaxshiroq qilish. Shuni mukammalroq, albatta va doim albatta qilsa bo'ladi, chunki men hozir rejalar haqida aytib o'tirmayman. Ular chiqqanda o'zingizlar ko'rasizlar. Yangi mahsulot liniyalari ustida ish juda ham qizg'in ketmoqda. Men shuni so'ramoqchi edim. Men produktni yaxshiligini bilaman, lekin produkt adashmasam 2 yil bo'lib qoldi, to'g'rimi? Yo'q, u birinchi produkt etos. Ya'ni faqat video darsini etos. U yoniga narsalar hozir qo'shilgan, bo'ldi. Chunki produktni eskirib qolish riski ham bor-ku, buni qanaqa hal qilasizlar degan ma'noda. Video darslikning o'zini hayoti bor, to'g'ri. Olinganiga 2 yil bo'ldi va hozir bu yashil zonaning oxiri. Ya'ni bizda hali yana 3 yilcha bemalol. Ya'ni 5 yil video darslik uchun umuman normalniy narsa. Va hozir u katta anaqa emas, bizga qanaqadir bir masala emas. Lekin qo'shimcha yangi mahsulotlarimiz bor, ilovani o'zi chiqqan. Undan tashqari ichki ilovamizning ichidagi materiallar
yana unikal materiallar qilingan. Bu deylik Level Podcast yoki Kino izoh degan yangi mahsulotlar. Level Podcast nima? Mana biz aytamiz doim, ingliz tilini o'rganyapsanmi? Podcast ko'r deymiz. Ha, beginner bo'lsa qayerdan ko'radi? Bo'ldi, eshitdik, muammoni hal qilamiz. Bo'ldi, biz beginner darajasida podcast qildik. O'quvchilar uchun. O'zinglar yengitdan ishlab chiqdingiz. O'zimiz gaplashamiz, beginner darajasida o'sha so'zlarni ishlatib, u ko'rgan odamda podcast ko'rish madaniyati shakllansin deb. Beginnerda 10 tacha podcast ko'rgandan keyin sekin elementary bo'ladi. Keyin elementaryda ham podcastlarimiz bor. Uni ham ko'radi. Bo'ldi, keyin pre-intermediate o'zi chiqib ketadi, keyin intermediatedan bor ingliz tilini o'zida ko'rsa, moslashib ketadi. Ya'ni toza ingliz tomonidan deydi, native, ya'ni biz tomonidan olingan emas, tashqaridagi podcastlarni ham ko'rish mumkin bemalol. Lekin agar siz intermediate'da bitta kino ko'rib harakat qilib ko'ring yoki podcast ko'rish harakat qiling, ko'ra olmaysiz. Intermediate'da ham qiynalasiz. U tayinlab borish kerak uni boshidan. O'shani biz tayinlab boramiz. Mana bu ham bizning unikal mahsulotimiz, hech kimda yo'q. Bu o'zimiz olamiz, o'zimiz qilamiz. To'g'ri. Chunki men o'zim ham ingliz tilini o'rganib yurgan vaqtimda buni research qilib, analiz qilib, ko'pchilikdan so'rab, bu ancha vaqt oladigan etap edi. Bu tayyor, уже chaynab qo'yilgan ekan-da. Shunday. Mashina. Eski akkauntga nima bo'ldi? Yo'q, u eski akkaunt emas, amaldagi akkaunt. Tekshirasanmi? Tekshirasan. Amaldagi akkaunt ishlayapti. Ha, orada faqat mana bu tеневой ban bo'ldi Instagramda. Juda ham kulgili holat bo'yicha. Endi Instagram haqida gapirsa juda ham uzoq gapirsa bo'ladi. Faqat aytishim mumkinki, endi Kafkani o'qiganlar bilishi mumkin, Jarayon degan kitobi bor. Ya'ni u yerda byurokratik jarayonlar va bosqichlarni qanchalik mantiqsizligi haqida va bu hozir alohida bir terminga aylangan, Kafkaskami nimadir deyiladi, adashmasam. Ya'ni mantiqsiz byurokratik jarayonlar haqida. Oldin spravkopga u yoqqa bor, bu yoqqa olib bor, o'sha narsa-da. Bor ekan Instagramda ham, bor. Ha-da. O'zi nima muammo bo'lgan ekan? Mana bu mo'ylov qo'ygan paytimda men Pablo Escobarga o'xshatishdi-da. O'shani storiesini repost qilganimga, bu dedi, siz jinoyatchi odamni hozir maqtavosi yoki uni chiroyli qilib romantik targ'ib qilyapsiz deb olib tashladi storiesida banga tiqdi. Lekin endi ungacham nima bo'lgan? Ungacham yana bitta Escobar storiesini ogohlantirish bergan, ketma-ket bo'lganda, kuchli ketma-ket bo'lib tiqib o'rgan keyin. Undan oldingisi, bundan bir haftacha oldinmi, 5 kun oldin bo'lgan, uni men ko'rmay qolganman lekin. U yerda endi Adolf Hitler bo'lgan, lekin Time jurnali muqovasida va bu ya'ni educational bo'lgan, ta'limga qaratilgan bo'lgan. O'sha paytda как раз Trump yil odami bo'ldi Time'da. Mana Trump yil odami mana qanaqa odamlar tanlaniladi. Mana qaysidir yilda shu odam bo'lgan. 38-yilda bo'lsa, mana bu odam bo'lgan. Qizig'i tarix. U paytda hech kim bilmagan keyingi yil nima bo'lib ketishini deganman. Shuni olib siz mana buni qo'yib osdim. Uzuri Time jurnaliniki bu. Men hozir shunaqa qora memlar chiqadi. Men ham hayronman hozir sizdan eshitganimdan keyin. Menga shuni tiqordi. Endi bu o'zimni o'tish uchun nima versiyam bor. Falastin haqida ko'p kontent qilganman men. Ko'p chiqishlar qildim, ko'p gaplar qildim. O'shanga balki men kimdir ko'ziga tushib qolgandirman degan narsa bo'ldi. Bu ehtimoli past, lekin ehtimoli bor. Bor, lekin past. Вот. Shunaqa qilib Escobarga ham. Eng qizig'i Escobar nima? Escobar o'zi emas, u Netflixdagi aktyor. Birinchidan. Escobar emas. O'zi mashhur kadr-ku. Ha, u memlarda ham ishlatiladi-ku. Lucas Moura deganmi, nimadir Moura degan aktyor. Keyin o'tda Escobar haqida qo'shiq ham qo'yilganda. Storiesda qo'shig'i ketadi, nimadir Escobar bu deydi. Bilasizmi qayerdan olingan u ashula? Instagramni o'zidan. O'zi ruxsat berib qo'ygan. O'zi ruxsat bergan shularda bu. Sen o'zing to'g'rila oldin. Sen nimaga tashlayapsan? Yo'q, shularni basharasiga aytsam-chi, unga javob bermaydi. Boshqa narsaga javob. Biz sizni tushunyapmiz, biz buni ustida ish olib boryapmiz. Voy, shunaqa olib boradi lekin. Men borib tepa sochini tikib olib ketdi. Bitta gap tushuntirib bo'lmaydi ularga. O'ziga quliga javob beradi, qolganiga javob bermaydi. Lekin doim topgan gapi bizni shijoatli jamoamiz ushbu muammo ustida ishlayapti deydi-da. Razishidi. Ovorani aylantiradi. Shunaqa. Yaxshi, hartagur anaqalarni qo'yib yubordi anchasini. U paytda orada men ikkinchi akkaunt ochdim. Anaqa qilishga, endi davom etib turishga. Lekin bu ham yaxshi bo'ldi qaytanga, chunki hozir Azam Qahramoniyda ko'proq live qo'yapman.
hayotiy oddiy kontent bo'lishi mumkin, narezkalar bo'lishi mumkin yoki qaysidir eksperimental videolar. Bular uchmasligi mumkin-da bular. Lekin uchib qolsa tekshirasan o'ylab yuboraman aka. Misol uchun, why not? Bular ham ko'rsin, marhamat debdi. Shunaqa qilib bir Azam Qahramoniyda bu bir fan klub desa bo'ladi. Tekshirasan bu ommaviy bir minbar deb qarasa bo'ladi endi. Hozir shunaqa holatga kelgan. Zo'r. Yo'q, v prinsipi yomon emas. Kecha akkaunt o'rganib chiqqan vaqtimda eng ko'p ko'rilgan videolar edit videolar ekanda. Juda men shunchaki Instagramda o'tirganimda ham siz edit videolaringiz zo'r bo'lib chiqib keladi-da, odam oxirigacha ko'rib o'tirgisi keladi. Men qiziqtiradigan narsa buni sizlarni komanda qiladimi yokida maxsus bitta siz ham bilmaydigan sirli fanatiz bormi, u doimiy ravishda buni ishlab chiqaradi ekan. Qanaqa? Uni o'nlab bolalar qilishadi, editlarni. Biz boshida shu madaniyatni shakllantirish uchun o'zi nima bo'ldi? Mana Milliy TVda ko'rsatuvlar chiqyapman, zo'r gaplar bor-ku, televideniyada bo'lmaydigan gaplar. Nega shu Instagramga chiqmayapti deb men xunob bo'ldim-da. Bitta techirazam mana shu narezka qiladigan ochinglar, bitta montajyor bola qo'ysin dedim. Ko'rsin odamlar dedim. U qo'yildi, zo'r uchishni boshladi u. Keyin qolganlar, boshqa endi yoshlar, o'smirlar, editorlar ko'rib, takrorlashni boshlashdi. Bu madaniyat o'zi to'lqin olib ketib qoldi yog'iga. Bo'ldi, o'sha narsa shakllanib ketdi yog'iga. Ular tayyorlashadi, sizni kollaboratsiyaga chorlab nima tashlab qo'yishadi. O'ziga ma'qul kelganini sizlar chiqarasiz. Ha, men mana o'tgan kuni ham shu narsa e'tibor berdim. Ertalab turaman-da, kontent qilaman, kontent bo'ladi. Lekin birinchi bo'lib menga belgilangan odamlarga kiraman-da, xo'p, nima narezkalar chiqdi bugun. Har kuni 3 ta, 4 ta, 5 ta narezka chiqqan bo'ladi. Qarayman, xo'p, necha soat bo'ldi, qancha like, yaxshi ketyaptimi yo'qmi? Endi shamalayman. Okey, mana shu bolaga poddeska berorish kerak deyman-da, misol uchun qabul qilaman. Bo'ldi, ketdi, yo'q, ketadi keyin. Mana shunaqa. Shu narsa bor. Endi to'g'ri, bu ham bir tarafdan yoqimli, lekin boshqa tarafdan odamlar tushunishi kerak televideniya o'zgarish kerakligini. Televideniya deylik tushunishi kerak yangi davr kelganini. Va rostdan ham men hatto shu 1 yil bo'ldi. Aprelda men borganim televideniyaga va mana shu narsani qilishni boshlaganimda, xohlaganimcha olib borishni boshlaganim ko'pchilik uchun bu shok edi. Lekin qarashsa menga hech nima bo'lmayapti. Okeymi demay deb qolgan boshqa kanallardagi boshlovchilar ham ozgina o'zini bemalol ochilishni boshlashdi. Ularni ichidagi o'sha talanti, iqtidori, potensialini bemalol ochishni boshlashdi. Endi biroz hayiqib turgan bo'lishingiz mumkin kimdirlar. Yoki menga shunaqa tuyulayotgan bo'lishi mumkin. Lekin mana shu orqali bir domino effekti bo'lib, hozir televideniyaning o'zi ham ancha liberallashdi, erkinlashdi. Bu muhim. Haqiqatan juda yumoristik holatda prikollar juda ham ko'p va yengil qabul qilinadigan. Ochig'i men hali ko'rsatuvlarni to'liq o'tib ko'ra olganim yo'q. Editlar lekin zo'r ketadi hozircha. Ko'rsatuvlar ham yaxshi ketadi. Arziydi ko'rishga. Hozir mana gapirishingizda e'tibor qildim, даже xunob bo'ldim degan so'zlarni ishlatyapsiz. Men instiga tayyorlanayotgan vaqtimda abituriyentligim juda kuchli o'tgan. Insta ham ona tilidan 30 talik testdan 30 ta ishlab kirganman. 100% natija qilganman. Adabiyot ko'p o'qiganman. Ona tilidan 3-sinfligimdan beri olimpiadalarga chiqqanman. Eng chiroyli yozardim, so'zlar boshqasi bo'lgan. Lekin hozir men nutqimdan uyalyapman-da. Siz bilan gaplashib vaqtida, chunki siz ingliz tili ustozi bo'lib turib, rus tili kollejda o'qigan bo'lib turib, o'zbek tilida zo'r gapirasiz. Havasim kelibdi bu narsaga. Lekin shunga qaramasdan janjallashib yuribsizlar-da. O'zbek tili haqida. Nima bu, nimalar bo'lib ketdi o'zi? Endi mana el og'ziga elak tutib bo'lmaydi deydi. Keyin o'zi umuman mana men Rasul Kusherbayev podkastiga bordim-da. Har safar gaplashadigan gaplar, har safargi oddiy gaplarni gaplashdim. Podkast chiqdi, bo'ldi, yaxshi. Bir kun o'tdi, hamma ko'rdim, prosmotrlar yaxshi ketibdi-da, kommentlarni o'qiyman, izohlarni o'qiy desam, 70% meni yomonlab yotibdi-da. Kim bu tupoy? O IQsi 0 odam olib kelibsizlar-yu. Yo'q. Yoki Rasul aka sizni darajangiz emas. Bu bola kim nimalar deyapti? Yo'qotish kerak buni. Mashaqa gaplar-da. Ammo o'tda aytgan gapim xato nimada bo'lgan? O'tda shunaqa savol bo'lganki, erkak kishi bilan ayol kishi haqida bo'lganda, endi erkakni haqida savol berilgan, ya'ni esimda savol nima deydi? Men u savolga javobim
to'pa-to'g'ri rasulullohga erkak kishi bo'lmaganda, yaxshi savol o'ylab ko'rish kerak. Qarang, bu tarafi bor. Misol uchun Skandinaviyada mana bunaqa, Germaniyada bunaqa, lekin bizning madaniyatimiz boshqacharoq. Bizda bu deb yoyiq javob berganimga, men dushmanga chiqqanman, chunki men bittada erkak demaganimga. Bittada aytish kerak. Ne o'ylanyapsan? Ne o'ylanib qolding bo'lganda, tushundingiz? Tushunarli. Men tushundimki, jamiyat shunaqa qatlami bor, umuman kechirmaydi. Juda qat'iyda. Endi bu hamma joyda bor. AQShda ham bor, o'shani eski tub aholisi bor. Juda tub aholi deganim indeyslar emas, umuman uni miltiq ko'tarib yurgan oqlar bor, sochini o'stirib yuradigan o'sha qiladi. Ular ham, misol uchun millatchi bo'ladi, anaqa bo'ladi, ular agressiv bo'ladi, juda ham konservativ bo'ladi. Bu yerda ham shunaqa qatlam. Men tushunaman, bu normal holat. Men ikkinchi qilgan xatoyim bo'lsa, bu yerda aktivistni ham auditoriyasini inobatga olmaganim. No, shu bilan birgalikda birinchi o'sha videoimda ham men ko'zim qiymadi. O'zim yaxshi akalarim, yaxshi tanigan, menga katta yordami teggan va eng qizig'i o'zbek tiliga juda katta foydasi keltirgan odamlardi. Ularni yonini oldim men. Keyin albatta men tarafkashlikda ayblashdi, haqligisi bor. Bu asosiy deb bilaman. Albatta asosli. Lekin men ikki o't orasida qoldim. Ya'ni bu yerda men o'zimni mana shu menga yaqin bo'lgan insonlar va o'zbek tili uchun ular nima ish qilgan, tilshunos deb bittasi. U o'zbek tili uchun juda katta ish qilgan. Podkastlar qiladi, ilmiy ishlar va hokazoda. Shunga ko'zim qiymadi. Lekin bu yerda hozir bu nimaga tenglashtirilib yuborildi? Sal qolsa. Men o'zbek tiliga qarshiman degan narsaga sal ketib qoldi orada. Men shunisiga hayron qoldim. Bildimki, haqiqatan hayotda hamma narsaning ilojisi bor ekan, rostdan ham. Oxirgi 6 yilda o'zbek tili uchun kun-tun harakat qilganman-da. O'zbek tilidagi kontent bo'lsin, o'zbek tili saviyali kontent bo'lsin. O'zbek tili bu bizni televideniyada o'rganib qolgan saviyasiz gaplar emas. Ilmiy mavzularda o'zbek tilida zo'r bemalol gaplashsa bo'lishini birinchilardan bo'lib olib chiqqan odamlardanman-da. To'g'ri. То есть o'sha paytda 2019-yilda 5 ta, 6 ta, 7 ta odam qilardi bu ishni. Pul bo'lmagan, YouTube'da, Instagramda pul bo'lmagan paytda. O'sha hozir ham unaqa ko'p deb o'ylamayman. Hozir ham yo'q. O'sha paytda boshlab qilganman-da men. Hozirgacha men o'zbek tili uchun kurashaman. Men profilimni 2 yil davomida turardim. Maqsadim o'zbek yoshlari butun dunyo darajasida fikrlay olishi edi. Bu yerda mana bunaqa narsa. Men bilamanki, xalq unutuvchan. To'g'ri. Xalq umuman unutib yuboradi. Men shu voqeadan keyin bitta xulosaga keldim. Xalqda doim nimadir trendda bo'ladi. Ya'ni yoki o'ta kimgadir fanat bo'lish va oxirgi vaqtda sal xato topsa yerga urib tashlash trendga aylanayotgandek. O'sha boshida tanqidiy tafakkur hisobidan amalga oshirildi. Endi bundoq qarortida, ayo chota maqtash yemayapti, endi yomonlashyapti deb yomonlashga o'tib ketayotgandek reaksiya bo'lyapti deb tushundim. Xalq kayfiyati aytganimdek hozir xalq tushkun kayfiyatda va bu tabiiy jarayon, tabiiy reaksiya. Boshqacha bo'lishi mumkin emas. Endi qiziq zamonlar kelyapti. Yog'iga kelajakda jamiyatlar qanaqa faoliyat yuritadi va hukumatlar ularni qanaqa boshqaradi, menga juda ham qiziq. Negaki mana bu ijtimoiy tarmoqlar hammaga so'z berdi. So'zlay olish imkoniyatini berdi. Avval bo'lmagan bunaqa. Birinchi bo'lib Xudoni o'ldirishdi. Endi bu Nietzschening shunaqa gapi bor, faylasuf. Shunaqa bir Yevropada diniylikni bir o'ldirgan yoki tugatgan odamda-ku shunaqa falsafani olib kirgan u. Undan keyin Gitler undan ilhomlanib, keyin mana natsizm, fashizm, natsizmni to'g'rirog'i amalga oshirib, ultra natsionalizmda shunaqa bunaqa qabih rejalarni qila olgan. Ya'ni Xudoga ishongan odam bunaqa rejalar qilish qiyin-da o'z aslida ham. Undan keyin bo'lsa muallif o'ldirishdi. O'tda postmodern o'sha kirib kelishi bo'ldi. Ya'ni avval muallif hurmat qilingan. Ya'ni bu kitob bo'ladimi, filmlarda ham muallif hurmat qilingan, unga bundoq qaragandek qarashgan. Uni ham o'ldirib yuborishdi. Nimagaki bu yoqdagi ommani so'zi o'tkirligi paydo bo'ldi. Ular ham feedback bera olishi ma'lum bo'ldi va bemalol bera olishi ham ma'lum bo'lgandan keyin. Va hozir ham kinolarga qarasangiz, mualliflar juda ham kam, hammani ham duxi yetmaydi. Men shunaqa ko'raman, men shunaqa olaman deyish hammani duxi yetmaydi. Hisoblashishga majbur. Omma bilan.
Вот. И bu narsaga ijtimoiy tarmoqlar, endi men san'at va umuman falsafa bo'yicha keluvdim. Hozir endi jamiyat baribir san'at falsafaga ham bog'liq, iqtisodiyotga bog'liq. Hammasi keyin siyosat keltirib chiqaradi. Endi u yog'iga nima bo'lishi, mana Xitoy misolida ko'ramiz. U yerda mana raqamli diktatura yoki raqamli totalitarizm desa ham bo'ladi. Ular texnologiya yordamida butun jamiyatni boshqarishi va uni uyalmasdan qilishi. Endi Xitoy uyalmasdan nagli qiladi. Nimadan uyaladi? Bo'ldi, hamma yoqda kamera yuzingizni oladi. Bo'ldi, nima deya olasiz? Bu meni yuzim shaxsiy anaqa ham deya olmaysiz, qilsa deydi, bo'ldi. Bu endi bu yerda hozir Yevropa kurashib yotibdi, shaxsiy daxlsizlik, ma'lumotlar saqlanishi deb. Endi ular ham hamma hukumat xohlaydi nazoratda ushlashi. Xuddi shunaqa. Lekin ular demokratik yo'l bilan qilish xohlaydi. Ya'ni ochiq oydin nagli emas. Endi bu PR ham bilan bosib turishadi. Qilayotgan ishini PR bilan bosib turadi. shunaqa, lekin bu ham yaxshi ekan. Agar ochiq oydin bo'lsa, odam qo'rqib ketdi. Tramp bilan Zelenskiyning uchrashuvida Tramp va bu yoqda mana bu Vance'lar ochiq oydin gapirganda men o'zim ham biroz g'alati bo'lib ketdim. Ya'ni bildimki Amerika demokratiyaga qaraydi, inson huquqlariga va adolatga qarab turadi degan Gollivud bizga singdirgan afsonaga men o'rganib qolgan ekanman. Menga bu taskin bergan ekan. Va bu afsona chilparchin bo'layotgani hozir meni qo'rqityapti, chunki ichimda bo'shliq paydo bo'ldi. Kim endi adolatga javob beradi? Kim bu vazifani olyapti? Javob yo'q. Yo'q, oldin bo'lardi, endi dunyo sudyasi bo'lib turardi. AQSh hozir kim o'zi davayda boryapti. Haydab chiqaryapti-yu, anaqalar studentlarni ham vizasi bor, green card bor, haydayapti, uydan olib chiqib ko'tarib chiqib ketib qo'yapti-da. AQShda bunaqa bo'lmaganda. Adashmasam Economist jurnalimi, qaysidir jurnal ham obloshkaga qo'ydi-da, muqovasiga. Ozodlik haykali, ya'ni bu ozodlik, erkinlik, so'z erkinligi, imkoniyatlar ramzi. O'sha ketardi Yevropaga, bo'pti deb. Muqovada. Men ketdim qaytib Fransiyaga, chunki Fransiya sovg'a qilganda. Men qaytdim Fransiyaga deb ketardi. Ya'ni AQShda qolmadi bu. AQShning eng kuchli tarafi bu ozodlik, erkinlik, so'z erkinligi va imkoniyatlar mamlakati edi o'zi. American Dream. Shunaqa bo'lmayapti endi. Qiziq, dunyoda hozir kuchli to'lqin ketyapti siyosatda. Biz menimcha o'sha polniy, ya'ni butun aylana siklni o'tdik deb o'ylayman. Ya'ni Qaysi ma'noda? Birinchi, ikkinchi jahon urushidan keyin, mana o'zi mana Napoleondan keyin Yevropa va bu dunyoda stabil bo'lgan, ya'ni qanaqadir kuchlar qayta taqsimlanib bo'lingan. Bo'ldi, keyin oradan yana endi mayli o'sha oradan 100 yilcha o'tgandan keyin endi kuchlar yana qaytadan taqsimlandi. Biz o'rganib qolgan kuchlar bor edi o'sha paytda, ya'ni Buyuk Britaniya, Ispaniya, bu yoqda Fransiya, bu yoqda Rossiya imperiyada, lekin Germaniya bilan Italiya xafa bo'lib qolib ketadi. Italiya Afrikadagi koloniyalarni yaxshi egallay olmayapti, uni sal mensitmayapti. Germaniyani umuman u bilan hisoblashmagan. Lekin Germaniya o'sha paytda 1800 oxirlarida san'at nima, ilmni markaziga aylanganda, juda ham ko'p rivojlanish keskin bo'lgan. Ha, Lenin, Karl Markslar, Trotskiylar o'sha yerda yashashganda, Venada hozir aytmoqchiman. Ya'ni mamnaqa joy bo'lganda u paytda. Ular kuchi qayta taqsimlanishini xohlagan. Degan bizning koloniyalar qani? Men nima qo'shmayapsam ham konferensiyaga bo'lib kuchi qayta taqsimlanishini ular talab qilgan. Ketidan birinchi jahon urushi, undan keyin alam va o'zini jazosini ola olmagandan keyin ikkinchi jahon urushi bo'ldi. Bu narsani qayta bo'g'irmasligi uchun yangi kuchlar taqsimlandi keyin. Endi u yerda AQSh albatta jamoa sardori sifatida bo'ldi, chunki Marshall rejasi bo'yicha Yevropani qayta tiklashga milliardlab investitsiya qilgan AQSh va buni hisobiga Yevropani o'zini bratishkasiga aylantirganda. Polni pulga hammasi, chunki endi AQSh shu paytda plyusda chiqqanda, urushdan juda ham iqtisodiyoti juda tez rivojlanishni boshlagan. O'sha paytda ular nechdir millionlab Meksikaliklarni olib kelishgan ishlashga o'ziga. Urush tugagandan keyin bo'ldi, unaqa avion pasayaptimi, qaytarishgan. Shunaqa, endi hammasini bo'lmasa ham. Xuddi shunga o'xshab keyin AQSh o'ziga bozor ochishni boshlagan. Janubiy Koreya, Yaponiya, ularni hammasiga investitsiyalar kiritib o'zini bozoriga aylantirgan. Mana shu dunyoda biz yashayapmiz. BMT o'shanga tuzilganda, o'zi BMT Birlashgan Millatlar Tashkiloti bu AQShni va boshqa ba'zi mamlakatlarning qiziqishlari, ularning manfaatlarini himoya qilib beradigan go'yoki neytral jamiyat tashkilot. Endi go'yokimi yoki neytralmi, endi buni o'zingizlar hal qilasizlar.
Qiziq. Ana endi hozir BMTning aktualiga tushib bormoqda, qayta ko'rib chiqish kerak deyilyapti. Bu yerda Xitoy bu iddao bilan chiqayotganga qarshi kuch deb hozir BRICS qilishyapti. Endi BRICS bu NATOga qarshi degan ma'noda ham desa ham bo'lishi mumkin endi. Shunaqa qayta ko'rib chiqish kerak deyapti. Hamma dunyoda hozir natsionalistik liderlar juda ham faollashgan, ular mashhur Erdogan, Putin, Salvadordagi Bukelemi, u Argentinadagi rejissyor ham, Javier ham, u ham u liberal, unisi esim bilmas ekanman. Bo'ldi. U iqtisodiy hozir islohotlar qilyapti, u bo'yicha men xabarim yo'q. Trump natsionalist albatta, nega endi yo'q keskin va ular trendsetter. Fransiyani o'zi zo'rg'a ana qilib qoldi-ku, hattoki olib qo'ydi anaqasini. Nomzodidan prezidentlikka nomzod qo'yish huquqini olib qo'yishdi ular ham-da, demokratiya deb qolishdi qolganlar, olib qo'yasizlarmi deb. Chunki rostdan ham o'sha milliy partiyadan chiqqan odam sal qolsa yaxshigina ovoz yig'oryotdi. Krizislar ko'p, immigratsiya bilan krizislar ko'p, iqtisodiy tengsizlik, yangi dunyoga qadam bosyapmiz, kuchlar qayta taqsimlanishi kerak. Qanaqa? Ekologik yo'l bilanmi yoki urush orqalimi? Buni bilmaymiz. Kim bilsin? Zo'r, juda zo'r tushuntirib berdingiz hozir. Chunki bu kontentlarning hammasini men ham o'rganib, tahlil qilib, kichik kalibrdagi, katta kalibrdagi odamlar bilan hamma qismda qanaqa emotsiyalar borligini analiz qilib yurgan edimda. Ancha katta ob'yomda tushuntirib berdingiz bu narsani va men ko'pchiligiga aytdim, menimcha kimdandir ham eshitdim shekilli, bir 20 yil, 30 yildan keyin imminni hozirgi kunlarimiz tarix kitoblarida o'qilib, o'rganilayotgan bo'ladi. Men shunaqa narsa bo'lgan degan holatdagi dunyo tarixida yana bir o'zgarish nuqtasi sifatida ko'riladi. Va o'sha Nasim Talibni aytib o'tdingiz, Nasim Talibni daromadini o'sish bo'yicha men xronikasini ko'rib chiqqanimda hammasi keskin o'sish nuqtasi bu o'sha krizislar oldidan bo'lgan. Birinchisi 1998-yilda adashmasam, o'sha 99-yilda Amerikada krizis bo'ladi. Undan keyingisi 2007-yilda, 2008-yildan oldin u davrda adashmasam 45 million dollar sof foyda ko'radi. Keyingisi Kimmi o'zi? Nasim Talib. Nasim Talib shaxsan o'zi. Nasim Talib keskin boyish nimasi, xronikasi va 2019-yildagi Covidni ham 2016-yildan boshlab nima deydi, e'tibor tortishga harakat qiladi. Endi Covid bo'ladi demagan, krizis kelishi kutilmayapti degan holatdagi o'sha analizlarida, u yoqda 400 million dollar atrofida daromad qiladi. Ya'ni har safar krizisdan katta daromad qiluvchi insonlar bo'lgan. Man как biznes nuqtasidan qarayotgan odam sifatida yaxshi analiz qilinsa juda katta imkoniyatlar bor va to'g'ri investitsiya qilish kerak. Boshida gaplashganimiz imkoniyatni to'g'ri tanlash, intuitsiya to'g'ri ishlashligi uchun barcha tonnalab informatsiyani yeyish kerak bo'y o'zingiz aytganingizdek. Xuddi shunaqa. Mana hozir men misol uchun ma'lumotim yetarli emas. Trump mamlakatlar butun dunyoga AQShga eksport qilinayotgan tovarlar uchun tariflarni e'lon qildi. Katta tariflar va buni ketidan Dow Jones deyarli qulamadi-yu, juda ham tez katta tushib ketdi. Hammasi minusga kirib ketdi. Necha trillion yo'qotdi orada. Umuman value-da, qiymat bo'yicha. Shu paytda hozir aksiyalar tushgan hamma joyda, sotib olish kerakmi degan savol. Tushgan, ko'tariladi, olish kerak. Stabillashadi hali degan gaplar bor-da. Lekin men bu yurish qilishga meni bilimim yetarli emas, masalan, men bilmayman. Nima qilish kerak? Shu vaziyat sal o'zgartirish uchun Trump nima qildi-ku, Twitterda post qo'ydi. Time to buy degan. Trump o'zi aytdi, time to buy. To'g'ri. Lekin yaxshi bitta investitsiya bilan shug'ullanadigan mijozimizni aytdilar, "Yo'q, bunga chalg'imanglar. Doim Trump bozor bitta yaxshilab olishlik uchun shu ishini qiladi, lekin yana keskin tushish bo'ladi. Hali kutib turish kerak" degan narsani aytibdilar. Haqiqatan ham, chunki nimaga u time to buy deyapti? Haqiqatda sotib olish vaqti kelganligi uchunmi yoki-da o'sha iqtisodiyot qiynalib qolyapti, bizga pul kerak degan holatdagi o'zini manfaati yo'lidan? Shunday. Chunki ommaviy aytilgan maslahat bu hech qanaqa insight emas-da endi. Xuddi shunaqa to'ppa-to'g'ri. O'sha o'ta risk bor-da. Prikol ham chiqqanda-ku, Trump bolasi keladi. Dada, bir 500 million dollar kerak edi. Post qo'yib berasizmi? Nimalar, bitcoinlar haqida degandaqa mem chiqib boshlagan. Elon Musk haqida ham bor menimcha bunaqa mem. Elon Musk ham rosa manipulyatsiyalar qildi shunaqa qilib. To'g'ri. Shunaqa. Zo'r. Aktivistdan butun dunyo siyosatigacha o'tib ketib qoldik. Ha. Mana shu pul temasida gaplashganimizda meni miyamda shunaqa fikr bor. Teacher Azam boylarni uncha yoqtirmaydi.
pul bilan pulni nima desam, o'zidan itaradigan, juda bir yaxshi ko'rmaydigan inson sifatida. Aslida ham shunaqami yokida vaziyat qanaqa bu bo'yicha? Men kontentlardan shunaqa fikrga kelib qolganman. To'g'ri, men doim sotsialist, liberal bo'lganman boshdanoq. Ya'ni erkinlik, inson huquqlari, odam o'zi tanlov qilishi va umumiy shu tenglik, adolat, institutlar ishlashi tarafdori bo'lganman. Endi liberal qarashlarim yillar o'tib, yoshim kattalashgandan keyin konservatorlashdi anchagina. Va bu faqat menda emas, men hech bir boshqa odamlardan ajralib turmayman. Hamma joyda shu. Liberallar asosan o'smirlar, yoshlar yoki shu keyin ba'zilar lekin qolib ketadi bu anaqada. Yo'q, liberalizm albatta kerak, albatta. Balansi bo'lishi kerak. Balansda bo'lish kerak, ha. Lekin hozir liberalizm uchun eng yomon davrlar boshlanyapti. Nimaga? Woke culture tugayapti, chunki AQShda tugab bordi. Bu 16-15-yillardan boshlangan bo'lsa, men 17-yil Me Too dan deb o'ylayman, lekin Behzod Hoshimov anunda aytdi, yo'q, boshqa undan ham oldinroq bo'lgan ekan. Qaysidir bir qonun hujjati imzolangandan keyin dedi. Woke madaniyati bu o'sha, ya'ni geylar, transvestitlar, ular ham anaqa bo'lish kerak, huquq beraylik yoki mana deylik oq prinsessani, shahzodani keyin qora aktrisa o'ynashi, hozir hazillar bor shu haqida. Qoralar huquqlari, ayollar teng bo'lish kerak, o'sha narsalar haqidagi bong urilishlar juda ham oshib ketib qoldi-da, juda ham kuchayib ketdi. Ahmoqlik darajasiga o'tib ketib qoldi, men o'ylayman. Davr bo'lgan bu, ha, to'g'ri, bularni ham o'ylaylik degan narsa. Bu o'ylaylik, to'g'ri. Sal uzroq tur faqat. Boshingga chiqma. Yo'q, bo'ldi. Chiyli iltimos bo'lib qoldi. Lekin boshda yordam beramiz, boshga chiqib ketib qoldi degandek bir shunaqa bir taassurot uyg'ondi. Qanchalik to'g'ri, qanchalik noto'g'ri bilmaymiz. Barcha bilimlarimiz internetda ko'rganlarimizdan, memlarga asoslangan. Lekin bu hozir qaytish bo'lyapti, bu madaniyatda charchadi odamlar bundan. Liberalizm albatta bu g'oyalarni ham tarafdori. Faqat bu haqida emas liberalizm, faqatgina liberalizmni hozirgi kun tartibi shundan iborat. Chunki doim o'z oldiga yangi maqsadlar qo'yish kerak-ku. Boshqa maqsadlarni hal qilib bo'lgan, ya'ni liberallarni 20-asr boshidagi maqsadlari ayollarga ovoz berish huquqini olib berishdi. Shuni o'zi liberalizm bo'lganda. 14 yoshli bolani zavodda ishlatma deyish liberalizm bo'lganda o'sha paytda. Bu progressiv fikr bo'lganda. Nima 14, 9 yosh emas, 14 yosh ishlayversin bo'lganda u paytda. Zavodda nima qo'li kichkina zo'r-ku anaqa kiradi bo'lgan, misol uchun. Endi hozir kun tartibida shu. Endi bu orqaga qaytyapti endi. Savolimdan iborat edim. Trend orqaga nega qaytyapti deganingizmi? Yo'q. Savol umuman boshqa narsa edi. Men boylarni yomon ko'rib, kambag'allarning huquqlarini targ'ib qilib, pul yomon degandagi inson deb qabul qilaman. Ketaveramanda shunaqa. Vot, bu narsa hozir mana o'tdi. Hozir unaqa liberal g'oyalar o'tkir tarafdori emasman. Pulga keladigan bo'lsak, men pulga unaqa ruju qo'ygan yoki baxt faqat pulda boshqa degan narsa emas, lekin men uchun bu juda ham kerakli instrument. Pul men uchun juda ham kerakli instrument, chunki men o'zim xohlagan videolarni, kontent, proyektlar qilishim uchun pul kerak. Biznesimni yanada rivojlantirish uchun, uni kengaytirish uchun va bozorda qolish uchun va umuman ko'plab odamlarga sifatli ingliz tilini o'rgatish uchun katta pul kerak. Va bu orada albatta endi havasam bor, ota-ona, unga komfort boshqa narsalar, g'aribona yashamayman albatta. Lekin misol uchun men yaxtani arendaga olib, qaysidir shampanskilar bilan qizlarni atrofiga yig'ib rasmga tushish, shunaqa narsa yo'q lekin. Endi albatta hammaga pul kerak, kim kerak emas, tan olaylik. Yo'q, men qarang, nimaga buni so'rayapmanki, dajmanda mana shunaqa fikr bo'lgan. Bu endi hozir podkastda emas, birinchi ko'rishgan vaqtimizda teacher bilan o'zi biznes temalarni gaplashsa bo'larmikan, yo'qmikan? Agressiv, yo'q, o'z manfaatlaridan xalqnikini ustun qo'yish kerak. Men shunaqa reaksiyadagi odam degan tasavvur menda. Tushundim. Endi sotsializmga o'tadigan bo'lsa, ya'ni bu sotsializmda demak hamma tengligi, kimdir juda ham boy bo'lib ketmaydi, qaysi ma'nodaki boy bo'laveradi, lekin uning soliqlari baland bo'ladi. Keyin u soliqlar ijtimoiy loyihalarga yo'naltiriladi, kam ta'minlanganlarga yoki qanaqadir deylik aholining quyi qatlamida o'smirlar, bolalar zo'r universitetlarga bemalol kira olsin.
Bo'lmasam tengsizlik kuchayib ketadi-da. Misol uchun boylarning o'g'li zo'r universitetga kira oladi, chunki kontraktni to'la oladi. Misol uchun quyi qatlamdagi to'la olmaydi. Demak, ular yana dalishi boyib ketadi, bo'ri tushib ketadi. O'shani to'g'rilash uchun bu yo'lga katta anaqa beriladi. Rag'bat beriladi, grantlar rosa beriladi. Yevropalarda ko'p-da bu. Unaqa Yevropada juda tengsizlik kuchli rivojlanmagan. Chunki sotsializm ko'p joylarda bilinadi. Ayniqsa ijtimoiy loyihalarda juda ko'p bor bu narsa. Bu narsalar men ham tarafdorim albatta. Lekin ba'zilari juda ham kulgili anaqa foizlargacha chiqib ketadi. O'shani ham Bezod Hoshimov bilan gaplashgandik uni ham. Katta soliqlar 40%, 50% gacha chiqib ketadi. Siz 10 million juda hayron qolganman. Yiliga 10 million dollar topsangiz, 5 million dollarini shundoq berib yuborishingiz kerak. Tayyormisiz? Men xohlamaganman. Biznes qilishni ham xohlamaysiz-da. Shunaqa ishchi bo'lgan выгодныйroqda. Top timda ishlaysiz. Lekin albatta hozir men tomoshabinlarni biz boshqa noto'g'ri ko'chalarga olib kirib ketmaylik va oramizda iqtisodchilar bo'lsa, eqset demasin. Shuning uchun aytamiz, biz misol tariqasida aytdik, men aniq sonlarni bilmayman, lekin iqtisodchilar sizlar ham bilasizlar. Ba'zi Yevropa mamlakatlarida haqiqatan ham juda ham baland daromad solig'i. Bilasizlar. Ha, to'g'ri, shunga yarasha hayot darajasi ham baland, oyligi ham katta, o'sha o'ziga qolgan real daromad ham yetadi, to'g'ri. Shunday, lekin sotsializmni qurib bo'lmaydi o'zi aslida. To есть sotsializm hammani kambag'al qiladi xolos. To'g'ri. Lekin aytishingiz mumkin, mana Daniya, Norvegiyalar qattan yurishdi-yu deb. Ular chunki hamma moliyaviy instrumentlar hisobiga. Ular o'z vaqtida neft orqasidan to'plagan katta daromadini, moliyasini, pulini aylantiradi. Har xil yo'llar bilan. Norvegiya pension fondi orqali aylantiradi, Daniya boshqa yo'llar orqali aylantiradi. Bo'ldi va ya'ni pul tug'adi. Bo'ldi. Ular o'shaning uchun ham shunaqa sotsializm qura olgan. Ya'ni baribir ular boy, yaxshi yashash uchun kimdir kambag'al bo'lish kerak. Xuddi shunaqa. Iqtisodiyot shunaqa, kimdir boy bo'lish uchun kimdir kambag'al bo'lish kerak. Hamma boy bo'la olmaydi. Qanaqasi hamma boy bo'lish kerak? Buni tan olish kerak. Keyin bu boylarni yomonroq pozitsiyaga qo'ymasligi kerak. Va boylar taraqqiyotni oldinga suradi. U faqat ular oldinga suradi. Shunaqa. Chunki hozir men O'zbekistondagi rivojlanish zo'r tez ketish bilan birgalikda kambag'allikni targ'ib qilish ommalashayotgandek tuyulyapti-da menga. Bu umumiy massani nima deydi? Asosli tarzda davomli rivojlanishdan orqada qoldirayotganga o'xshaydi. To'g'ri, bor. Endi lekin bu ko'proq shukur qil, boriga shukur qilib yashaydigan maqsadda-yu, endi men so'zlarimni ham to'g'rilamoqchiman. Ya'ni bu yerda faqat boy yoki kambag'al emas. O'rta qatlam, ya'ni kimdir boy bo'lishi, kimdir kambag'al bo'lishi shart degan narsa doim to'g'ri emas. O'rta klass bo'lishi mumkin. Endi o'rta klass borgan sari afsonaga aylanib bormoqda. Biz qachonlardir ishonganmiz shu o'rta klassga, Sovet ittifoqida ishonilgan. Filmlarda haligacha ham ko'ramiz, o'rta klass shunaqa chiroyli endi. O'shani ishdagi ishq, Ivan Vasilyevich, o'shatdek hamma odamlar o'rta klassda. Boy emas ular, lekin sayohatga chiqadi, mashinasi bor, oilasi, xolodilnikida hamma narsalari bor-da, bolalari bilan yuradi. Ular voy, menga pul yetmayapti emas, o'ylashim bor, ishdagi ishqda farzandiga et olib berish kerak bo'ladi, shunga puli yetmaydi, oilaga chiqishni kutadi. Bu lekin yomon moliyaviy menejmentdan, lekin kambag'allikdan emas. O'rta klass chiroyli ko'rsatilgan. AQShda ham o'rta klass juda chiroyli ko'rsatilgan, 50-yillar haligacha jannatdek tuyuladi. Shunaqa, lekin afsuski yo'qolib boryapti ko'p joylarda ham. Shunaqa-da. Bu o'rtasini olish kerak. Hozir qaysi mamlakatda men yaxshi misol keltira olmayman, men bilmayman ham daji, hatto ayta olmayman, bilmadim. Skandinaviyada men yaxshi o'rganmaganman baribir, lekin ishonamanki ular o'zi, ya'ni tashqi boshqa moliyaviy operatsiyalarsiz yoki qanaqadir bir moliyaviy institutlarsiz, bank yoki investitsiyalarsiz bunaqa qila olmagan bo'lar deb haligacha ham ishonaman. Ispaniya, Italiya ko'p u aholisi undoq ko'p ishlamaydi, lekin turizm. Ya'ni bab tashqaridan kimdir kelib xizmat qilyapti, kimdir kelib pul tashab ketyapti, nimadir hisobiga bo'lyapti. Ya'ni bu qaysidir davlatlarni qo'lidagi fishkasi yoki koziri bo'lishi mumkin. Lekin umuman olganda o'rta miyoni oddiy davlat qanaqasiga kambag'allikni yo'qotib, o'rta klass va boy qatlamni qoldira oladi. Qanaqasi qilish mumkin, bilmadim. Men iqtisodchilardan bunga bir qanaqadir juda qiyin emasmi? Buncha narsani bilish davomida qaror qabul qilish juda qiyin emasmi? Bu keyin chiqib keladi, u yotadi miya tagida. Keyin bu yerda hozir bizga bitta iqtisodchi kerak-da. Men bu yerda gapiryapman, lekin men gaplarim hozir qayerdadir men bo'rtiryapman. Qayerdadir men
balki balki xato gapirayotgan deb hisoblashi mumkindir. Xato gapirolmaymiz. O'zi mavzuni qanchalik chuqur kirib ketilganligiga bog'liq-da. Masalan, aytayotganingizdagi men ham o'rta qatlamga ishonishim qiyin, chunki bu jannatga tenglashtirib qo'yilyapti. Menda tanlov qo'yapti. Sen baribir mahkum ekansan yo tepada yo pastda bo'lishga, shansing bor paytida maksimal vaqtingni sarflashing kerak tepaga chiqib olishga. Chunki har bir kundan keyin sizda shans orqaga qarab ishlayveradi. Va men hozir siz aytayotgan narsalar eng qiziq narsa, men o'ylayotganim, kommentariy yozadigan insonlar bor-ku, deylik hayotiy keskin katta narsaga erishmagan, 20 yosh, 21 yosh, u insonlar bu narsalarni noto'g'ri paytda bilib qolgan deb hisoblayman. Noto'g'ri nimaga? Chunki buncha narsani biladi-da, atrofga bo'lgan ishonchsizlik yuqorida va har bir yordam bermoqchi bo'lgan insonda qanaqadir skeptik narsani ko'radi-da, shuni hisobidan qaror qabul qilish orqaga surilib, va hokazo o'zini fikrlarini atrofidan chiqib keta olmay qoladi. Hafsalasi pir bo'lib bo'lganda. Ha. Ya'ni optimizm tam 30 yoshgacha lijba ko'p narsani bilmasdan o'zi orzu qilgan hayotga chiqish uchun mana shu ishni qilishing muvaffaqiyatga olib boradi. Ya'ni bilimli bo'lsang, men ishonganman. Masalan, institut o'qib chiqsam, bitta stulli egasi bo'lishligimga. Juda ko'pchilik aytadi-ku. Shunaqa, bilasizmi, meni men tushundimki, muvaffaqiyatli biznesmenlar bor-ku, hammasi ham aqlli odamlar emas. Xuddi shunaqa. Ular yo xayolparast, yo ishongan, yo prosta to'g'ri joyda bo'lib qolgan inson. Yoki ular shunchaki mana yomon odam bo'ladi-yu. Yomon odam kim o'zi? Yomon odam bu refleksiya qila olmaydigan odam. Ya'ni o'ziga chetdan qara olmaydi, qilgan ishlarini noto'g'riligini bilmaydi-da. Men yaxshi odamman, bu qilayotgan ishim yaxshi deb hisoblaydi. Yoki umuman o'ylamaydi qilayotgan ishini. Yaxshimi, yomonmi, bo'ldi. Qilish kerak. Bo'ldi, ha. Unaqalardan ham yaxshigina muvaffaqiyatli biznesmen chiqadi lekin. To'g'ri. O'shaning uchun juda qiyin yaxshi odam bo'lib turib biznesmen bo'lish, juda qiyin. Nima? Lekin iloji bor. Yaxshi hamki bu narsani biz mana o'zbek biznesmenlari hozir ko'rsatyapti. Endi yaxshi odam, yomon odam juda ham keng tushuncha. Juda ham tushunarsiz keng-ku, lekin keskin yaxshi va keskin yomon degan tushuncha yo'q deb hisoblayman. Holatlar va insonlar borligicha bor. Yaxshimi yomonmi men bilmadim unisini. Bu qadriyatlar, ya'ni bunyodkor qadriyatlar tizimini qurgan odam bor. Umuman qadriyatlar tizimini qurmagan yoki qurgan bo'lsa ham ular hammasi vayronkor va o'ta egoistik bo'lishi mumkin. Mana shu ikki xil odam bor. Ya'ni bu yoqda shu yuqori maqsadlar, insonlarga yordam berish, haqiqatan oliy maqsadlari bor, oliy qadriyatlari bor. Bu yoqda toza egoistik, pastkash qadriyatlar yig'indisi. To'g'ri. Bu odam ham lekin muvaffaqiyatli biznesmen bo'la oladi. Xuddi shunaqa, 100%. Faqat u muvaffaqiyatni nima uchun ishlatishadi? Farqi endi biz uni endi bila olmaymiz. Yo, o'sha mana ego bilan qadriyatlar. Endi shu. Shunday qiziq. Puliga agar munosabat keladigan bo'lsak, hozir men aytganimdek, men instrument sifatida qarayman va to'g'ri pul topish kerak, pul muhim. Faqatgina oliy maqsadlar, faqat odamlarga yordam beraman deb biznes qura olmaysiz. Men o'zim ham yillar davomida qanaqadir qaysidir ma'noda o'sha qattiqroq bo'lishni o'rganishga majbur bo'ldim. Lekin bu degani hozir men ofisga har doim borganimda xo'mrayib yuraman emas. To'g'ri. Haligacha mana partnyorim bilan men baribir yaxshi politsiyskiyman. Meni partnyorim yomon politsiyskiy. Men yomon politsiyskiy emasman. Yo, biz rollarni bo'lishib olmaganmiz. Endi shuna qutblashish bor. O'zi shunaqa bo'ladi, odam qutublashib olasiz bunday qilib. Rollarni bo'lishib olasiz, bo'ldi. Shunaqa. Shu men faqat xohlaymanki tartib bo'lishi, tizimlashishi va hozir men o'zim uchun ham yangi mana oxirgi 1,5 yildan beri biznes sohasida shu yangi narsalarni bilib boryapman, tajriba bilan kelyapti, qanaqa boshqarish, bir xatoni 2-3 marta qilganingizdan keyin bo'ldi endi. To'g'ri. Bizda mana o'z bilasiz-ku, pojar deydi, ya'ni yong'in chiqadi, o'chirasiz, yong'in chiqadi, o'chirasiz, yong'in chiqadi, o'chirasiz. Uni tegini, o'chog'ini o'chirish kerak. Nimaga o'zi qayta yong'in bo'lyapti? Shu o'chog'ini o'chirishlar bilan endi ishlayapmiz. Bu narsalar tajriba bilan sekin-asta kelar ekan baribir. To'g'ri. Zo'r, lekin men bu darajada samarali suhbat bo'lib ketadi deb o'ylamadim. Yo'q. Da. Bular hammaga shunaqa deysizmi? Hammaga shunaqa deysizmi? Yo'q. Men nimaga? Chunki
samarali suhbat mana so'ziga, men so'zni topish haqida ham o'yladim. Nimaga? Kimdadir qiziqarli bo'ladi, kimdadir qanaqa desam, motivatsion bo'lishi mumkin. Samarali deganda juda qisqa vaqt ichida hozir biz juda katta ob'yomdagi mavzularni tahlil qilib ulgurdik-da. Chunki boshida o'sha shaxsiyatdan o'rtada umumiy biznesdagi bo'lgan hayotiy yo'llaringiz, akkauntlar, siyosiy, iqtisodiy holatlar, pul и вот mana oxirida yana biznesmenlarning muvaffaqiyat sabablari va hokazo. Endi to'g'ri, chunki bizning ishimiz shu chegaralangan vaqtda ko'proq ma'lumot berish. Doim shunaqa bo'lgan. O'qituvchi bo'lganimda ham, bloger bo'lganimda, YouTube bo'lganimda ham, YouTuber bo'lganimda ham har doim shunaqa. Zo'r. И yakuniy natija professional ekanligingizni ko'rsatyapti. Yo'q. Da. Chunki menda podkastdagi eng qiyin bo'lgan jarayon, men momentalni eshitib, fikrlab ketaveraman-da va hozir javob bo'lishi kerak. Siz bilan bu muammoga duch kelish qiyin. Chunki sizga kamerani qo'yib turib, suhbatdoshingiz ha deb tursa, bo'ldi, ketdi. Mana bunaqalardan aylantirib hamma mavzuni ochib berib ketaverasiz. Shunaqa. O'shanga bu zo'r. Bor shu narsasi. Rahmat Abdulloh. Abdulloh mazza qildi odam podkastda. O'zi gaplashib ham o'tiramiz-ku. O'shanaqa suhbatlardan bittasi bo'ldi. Shunaqa. Nima deyman, agarda foydali bo'lgan bo'lsa kimgadir, men faqat xursandman. Va mana bu biz aytdik-ku, qanaqa ma'lumotlarni yeyish, saviyasiga ajratishadi. Eng muhimi baribir qiziqqonlik. Ya'ni siz hozir hayotingizga kerak bo'lgan, o'sishingizga kerak bo'lgan narsalarni ko'ring, qiziqqonlik bilan ko'ring. Lekin men faqat saviyali narsa ko'rishim kerak deb ajratish kerak emas, chunki hech kim bu ishni qilmaydi ham. Hammamiz brain rot, ya'ni nima deydi, bo'mag'ur, trash, axlat kontentni biz ham ko'ramiz. Men ham ko'raman. Bu qochib bo'lmaydigan jarayon-da. Men uni ham ko'raman, kerak paytda buni ham ko'raman. Tarixiy videolar ko'raman. Mana shunaqa har doim. Shuni hisobidan bizda filtr funksiyasi miyada shakllanadi-da. Biz ajrata olamiz, nima siz uchun, o'zimiz uchun to'g'ri ishlaydi, nima noto'g'ri ishlaydi. Ha. Bu emlash vazifasini o'taveradi. Shunaqa. Immunitet hosil bo'ladi. Shunday. Shuning uchun ham emlash muhim, filtr qo'yish ham muhim. Va bu agar podkast ko'rayotgan bo'lsangiz, demak, filtringiz to'g'ri sozlangan. Oxirdagi nuqtani ham zo'r qo'yib berdingiz. Rahmat. Obuna bo'ling, like bosing, izohlarda fikringizni yozinglar. Aytganlarni qilasizlar. Bo'ldi.